Assalamu alaykum aziz yurttaşlarım, ekran altı qadirli görürmenler. Hammalarning mush vaqtinglar xayrlik bolsun. Uyghur Akademiyasi Akademiya söhbeti hoş geldinglar. Men Mag'firat Kamal. Bugün alayda bir program bilan huzuringlarda turibdimiz. Akademiya söhbeti programımız 2020-yılı 7. aydan başlap bugungacha keldi. Bugün biz naq 50. programımızı sunmoqchi. Şuna biraz hayacanlanıp turibataman çünkü bütünlay xolis holda ekranda naq maydon programımızı uyushtirib 50. songa erishish men için hoşalınarlıq bir iş. Elbette Uyghur Akademiyasi ve Uyghur halkımız üçünmü hoşalınarlıq bir iş dep oylayman. Uyghur Akademiyasininki Uyghur ziyolilarimizning ve elbette siz söyümlük Uyghur halkımızın qo'llab-quvvatlashi bo'lmagan bo'lsa, bu program 50 qitim ekrana kelmagan bo'ladi. Şuna sizlarga ko'p rahmat aytaman. Xudoyim 100. hatta 200. programlarımni nasip qilsin. Programımızın 50. sonini tabriklayman. Bu münasebet bilen biz bugün programda Uyghur Akademiyasini tema kıldık. Bu program Uyghur medeniyetini, bu medeniyetini tadqiq qilayotgan, bu medeniyetning nesildan nesilga davomlash uchun hassa qo'shayotgan Munavvar ilg'or ziyolilarni, hurmatga sazovor ustozlarni, shoir yozuvchilarni, siyosiy ve cemiyet erbablarini, tariximizning jonliq shohidlarini ve dünyadaki siyasi, ijtimoiy voqealar bilan munosabatli temalarni sunib kelyotidi. Bir milletning taraqqiyoti, mavjudiyati uchun o milletning boshlamchilarga va ziyolilarga ehtiyoji bo'ladi. Ziyolilar xalqni uyg'otadigan, qiyin kunlarda ularni yo'lab, ruhini urg'utib, madad bo'ladigan kishilar. Tariximizdan qaraydigan bo'lsak, qo'li qalam tutadigan bilim egalarining mayli til, adabiyot, falsafa, diniy sohalarda bo'lsin, mayli xalqni uyg'otib siyosiy haq huquqini qo'lga olishida undagan yoki erkinlik uchun kurash qilishga chaqiriq qilgan bo'lsin. Uyghur ziyolilarninki hayotini, canini pido qilib, qurbon qilib, oldingi safda dushman bilan ilishganligini, xalqni uyg'otish uchun aqatish faoliyatini olib borganligini ko'ramiz. Uyghur Akademiyasi xalqimizni fan ma'rif jihatdan tarbiyalash, ilm irfon jihatdan uyg'otish, uyg'otish uchun uzun yillardan buyon xizmat qilib kelyotidi. Bir necha o'quvchining bir yerga kelib qurgan bir o'quvchi tashkilotidan bugun butun dunyoda sho'balar qurilgan yüzlerce Uyghur ziyolisini bir yerga jam qilgan cho'ng bir tashkilotga aylandi. Bu jarayonda ve millatninki aqartish ishida nimalarni qilganligini bugun program qitilgan qimmatli ziyolilarimizdan anglaymiz. Aldı bilan program qatnashuvchilarimizni tanishtirib o'tay. Uyghur Akademiyasi Vakfı Başkanı Doktor Ferhat Kurban Tanrıdağlı, Uyghur Akademiyasi Ali Məsləhətçisi Profesör Doktor Alimcan İnayət, Uyghur Akademiyasi İcraiye Reisi Doktor Məmtimin Abbas, Uyghur Akademiyasi Baş Katibi Abdülhamid Karahan, Avrupa Uyghur Akademiyasi Reisi, bugün qıtlamlık değil mi? Abdüşkür. Efendim. Kanada Uyghur Akademiyasi Reisi, Akademiya Maliye Mesulü Doktor Asgar Himit, Amerika Uyghur Akademiyasi Muavin Reisi ve Akademiya Baş Teftişi Doktor Mehmet Emin, Yaponya'da mı qıtılğanlar olmadı? Uyghur Akademiyasi Vakfı Daimi Heyet Azası ve Maliye Mesulü Doçent Doktor Burhan Ulukyol. Hamınlar programı hoş geldinler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yaponiya Uyghur Akademiyasining raisi Muhtarcan hakkımız var. Yaponya'dan Muhtarcan Doktor Muhtar efendim hoş geldiniz. Japonya Uyghur Akademisi Reisi. Keçirim. Muhtar efendim. Avazınız yok. Assalamu alaykum cemaat. Aldı bilan mushunaq shaklda uchrashganligimizdan chin ko'ngildan rahmat aytaman. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Akademiya 2009 yılı kuruldu. Bugün bu yıl 12. yılı oldu. Bu jarayonda akademiya nima ishlarni qildi. Bu mazmunni so'zlashdan burun akademiyaning qurilishi, akademiyaning qurilish maqsadi, olib borgan faoliyatlari haqida Alimjon Malim siz qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Marhamat. Mikrofonunuzu açın Alimjon aka. Uçko. Hem de açtınız.
Ha. O zaman tekrar Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Mübarek Ramazan ayınla hayırlı olsun. Allah tutkan rozanlarniki mukafotini bersin. Ben şu münasebetlen aldı bilen hemmanlarga ali ihtiramımni bildirmen. Hemmanlar bilgendek men Uygur Akademiyasının iki karar reisligini ötügen. Bu jarayonda elbette nahayetde ehemmiyetlik nurgun işlerini kıldık. Bunun bir jarayonu var. Şu jarayonu ve kısaca bu fırsatını faydalanıp da tanıştırıp ötey. Uygur Akademiyası Şarkı Türkistan'dan Türkiye'ye kelip okuvatkan Uygur yaşları tarafından şu Türkiye Cumhuriyeti'nin şu münasebetlik kanunlarına asasen 2009 yılı İstanbul'da kurulgan bir kanunluk amiri bir teşkilat. Bu teşkilatın yani Uygur Akademiyası'ndaki karakteri bir amiri teşkilattandı. Uygur Akademiyası'ndaki asası maksatı şu vakti biz bunda belgeleyen birincisi şu vatan sırtında yetişken Uygur akademiklerini ziyalilerini şundahla şu kelgüsünün akademikleri buluduğun şu magister ve doktorant okuvchilarini bir yerde cem kılıp özara uçuraştırış ve tanıştırış. İkinci şu Uygur ilmi hadimlerinin şu özara fikir almashtırışı için şu zemin yani şart yaratıp beriş. Üçüncüsü şu stratejik sahalerde ihtisaslık kişilerini yetiştiriş. Dördüncü Uygur fen marifinin şu telakkiyatıga hassa koşuş. Beşinci şu vatanda ağır kriziske uçurgan şu Uygur milli marifini kutkuzuştan ibaret edi. Yani bu Uygur Akademiyasındaki şunda 5 türlük asas maksatı var. Şu 5 maksatından kurulgan bir amiri teşkilat. Uygur Akademiyası şu kurulgan yıldan beri bu maksatga asasen şu nurgun faaliyetlerini uyuşturup geldi. Bugüne kadar 10'dan köperek şu 10'dan köp şu halkara ilmi muhakemeni ötküzdü. Magister ve doktorant okuvchilar ilmi muhakemeni ötküzdü. Ana til gününün hatırlaş faaliyeti ötküzdü. Yaşlarını terbiyeleş kursu uyuşturdu. Liksiya sözleş faaliyeti uyuşturdu. Şunun bilen birgene her yılı Novruz Bayramı, okuvchilar uçuruşu ve Duppi Bayramı diyendeki faaliyetlerini ötküzüp geldi. Uygur Akademisi Mehmet Ali Tevfik okuşlardan polu tesis kılıp nurgun okuvchilarga şu baklavör, magister ve doktorant okuvchilarga okuşlardan pol bergen boldu. Bädi. Uygur Akademisi yana şu özünün tarmıqıdan Xitay Tadqiqat İnstitutu, Kutatqı Bilik İnstitutu kurup şu Türkiye ve başka devletlerdeki yüzleyen tadqiqatçı ve ziyalilerini teşkillep şu ictimai fen ve tabi fen sahası boyunca tadqiqatlarını elip bardı. Tadqiqat neticeleri şu aslında bu yıl planlanan şu Kutatqı Bilik namlı bir halkaralık ilmi jurnalini çıkışını planlanan şu jurnalda elan kılınmakçı boğan bu inşallah yakında bu jurnalımız çıkıp kalar. Uygur Akademiyası'na müşahitlerlerdeki Uygur perzentlerindeki ana tilini öğrenişi için derslik kitabı tüzeşke tirişvatıdı. Bu münasebeti çoğun bir proje. Bu projenin inşallah galiblik bir şekilde ayaklaşını dileymen. Bu faaliyetlerin en birisi elbette akademiya azalarının bazı hayır sahabeçi Uygur qarindoshlarımızın maddi manevi jihatdan şu qo'llashi ve fidokorlik bilan aminlashdi. Bu yerda shu fursatdan foydalanib shu bizga yordam qilgan qarindoshlarımızga alayida rahmat aytaman. Hammasidan Allah razı olsun. Yani bu yakınki 3 yıldan buyon şu işgalchi Xitoy komünist hakimiyeti şu vatandagi qarindoshlarımızga tarixda misli ko'rilmagan dehşetli qirg'inchilikni boshlab o'tdi. Xalqimiz ağır zulm ve işkence ostida qoldi. Vatan sirtidagi şu bizlarning zimmasiga texmi ağır vazifalar tushdi. Jamiyatning, xalqimizning, Uygur Akademiyasidan, tadqiqotchilarimizdan, ziyolilarimizdan kutayotgan umidi nihoyatda cho'ng.
bu bizge nəhayət ağır ve məsuliyyət yüklenmekte. Lakin hammalar bilgende ki şu maddi ve iktisadi gücümüzdeki aciz ve çeklik buluşu tüpəylidin nurgun şu nurgun planlarımız əmilleşemedi. Elbette bu maddi ve iktisadi cihetten de güçlengendikin şu akademimiz planlanan nurgun projelerine inşallah əmilleştirmemiz hep oylayman. Ben Şərq Türkistanlık aziz qarindaşlarımızdan şu Uygur Akademiyasını kollaşını bu akademiye maddi ve manevi destek verişini arzu kılıman, ümit kılıman. Başka yani bu jarayanda kalan nurgun faaliyetler var, nurgun işler var. Elbette bunların hemmisine bu kısa bir müddet içinde müddet buluş, eğitim buluş asan emez. Başka qarindaşlarım elbette bununla münasebetlik bazı faaliyetlerini ortaya koydu. Yani bir cidden bu şu jarayanda ben bu iki karar ve reislik vazifesini ötegen bu şu jarayanda bu Abdülhamid Efendi nəhayət çox tirişanlıq göstərdi, fedakarlıq göstərdi. Ben bu şu qarindaşlarımızın huzurda Abdülhamid Efendimge alaydı rahmet eytimən. Rahmet. Köp rahmet. Uygur Akademisi avazda yaxşı emasmı? Uygur Akademisininki kuruluşu ve ehemmiyetinden söz kıldı Alım Cemalim. Hem de qandaq kuruldu. Ve məqsədi bu haqda biz Abdülhamid Ufkumuzun anlayılı emse. Merhamet. Bu programni rahmat nahbaratda Alımcanka ve başka barliq qardaşlar hammalar salomat turibsizlar. Aldıran vatan içi sirtidagi barliq qarindoshlarimizningki ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Endi bayam Alımcan inoyat reisimiz degandek biz 2009-yili shu Türkiye'de o'qiyotgan, ishlayotgan 9 ziyoli yosh qurgan edik. Endi bugun kun kelganda Uyghur Akademisi shu 7 davlat va rayonda akademiya bo'lgan va 3 institut ve ana til komitetining tartib topgan, yani 10 organning tartib topgan bir ziyolilarninki qo'shiniga aylandi. Bu qandaq ro'yobga keldi, bu haqida men qisqacha bir sizlarga doklad bermoqchiman. Ne PowerPoint çıkmasın hazır. Göründü mü? Ha, göründü. Abdülhamid qisqartib 6 minut etrafında tamamlasınız. Ma'qul. Uyghur Akademisi şu hazır muhaciratdagi Uyg'urlarninki, bular Uyg'ur ziyolilarning va o'quvchilarninki makoniga aylandi. Hazır 100'den artıq her qaysi davlatlarda a'zolarimiz, fidoyilarimiz mavjud. Hem de bu 9 yaşınınki 5'si şu aldığımızda turuptu. Qağalarının resim yokken. Akademiyani aynı vaqtida quruvchilarninki adım qarindoshlar. Onundaki Uyghur Akademisi qurilgan vaqtida biz yetakchilik qilgan ishlarimizga yordamda bo'lgan Uyghur Akademisininki birinchi navbatdagi raisi Alımcan inoyat faxriy raisi doktor Erkin Siddiq efendiler bu bizga ko'p yordamda bo'lgan. Bu Uyghur Akademisi qurilib 8 oydan keyingi bo'lgan bir yig'in İstanbul'da tunji qatim akademiyaninki saylamini yapaq vaqtimizdagi xotira 5. ayninki 10. günü 2010-yili 5. ayning 10. günü saylam yapaqan edik. Qonun bo'yicha hamda dastlabda men qurg'uvchi bo'ldim. Undan keyin Alımcan inoyat akamiz birinchi navbatdagi raislikni ustiga olgan vaqt. Ondan keyin faxriy raislik tuzumini o'tirib qo'ygan to'q. Erkin Siddiq, Shuhrat Mutallib va doktor Shadab Basafandlar faxriy rais bo'ldi.
Hazır 2021 yıldan başlap fəxri reislik tüzümünü əməldən qaldırıb bütün akademiyalarınki reislik tüzümünü yol qoyduq. Bayam diyendikdek Alımcankam 2 növbət reislikini üstüge aldı. Ondan başqa 2. növbətdə Abdət Uyğar efendim reislik oldu. 2013'den 2015'gəcə. Ben 2015'den 2018'gəcə reislik vəzifəsini üstüge aldım. Ondaki 2021 yıldan keyin Uyghur Akademisi, Türkiye'deki Uyghur Akademisi resmi halda Uyghur Akademisi vəxbiga aylandı. Bu qatımki 2021 yılı saylamda Doktor Ferhat Kurban Tağal efendim reis olup Uyghur Akademisi vəxbine reis olup saylandı. 2021 yılı 13. ayki vaktimizde biz her qaysı devletlerdeki akademiyalar hemiz kurulup olup bütün akademiyalarga ortak bir reisni saylaygan bulup ortak nizamnamını tüzüp çıktık. Şu münasebet bilen saylamda 30 kişilik saylamda Doktor Rişad Abbas efendim bütün Uyghur Akademisi'ninki reisi bulup saylandı. Bu saylamga asasen her qaysı Uyghur Akademisi'ninki reisi, muavin reisi, baş katipleri ve bir kısım heyet azaları katnaşkan. Doktor Rişad Abbas efendim reis bolgandan keyin bütün akademiyalarni tartib selish uchun bir icraiya komiteti tuzib barliq keltirdi. Bunun da Profesör Alimjon Inayet efendim bizimki Uyghur Akademisi'ninki baş maslahatchisi bo'ldi. Ondan keyin Doktor Memtimin Abbas efendim icraiya komitetimizdeki reisi, Doktor Mehmet Emin efendimizdeki baş tartışımız, ondan keyin Doktor Mahfurat Kamal Hanım, siz akademiyaninki teşviqat mesul. Ondan keyin Doktor Barat Açunok efendim yaşlar hizmetiga ve Doktor Asqar Yemit efendim bizninki maliye işlerimizin mesul bulup qildi. Ondan başka sizin aşkarlaşma qalamagan yana bir Amerikadaki Uyghur hanım bizninki projekt işlerimizga mesul bo'ldi. Şundan şu 9 kişilik bir heyet teşkillenip bütün akademiyalarga teşkil qilgan bir tashkiliy tüzüm barliq kelgan bo'ldi. Endi biz şu akademiyaniki asosli faoliyatlari ve projektlari tartib sevatimiz asosan tadqiqot, tarjima, teşviqat xizmati, ondan keyin ana til ders kitap projekti, yoshlarni tarbiyalash projekti ve her qaysi davlatlardagi akademiyalarniki shu davlatlarga qilayotgan lobbichilik harakati. Asosan bu harakat shu ishlarni tartib etadi. Her qaysi akademiyalarniki reisleri Abdulaziz Abduqodir Amerika Uyghur Akademisi'ninki reisi, Doktor Abdushukur Abdurashid Yevropa Uyghur Akademisi'ninki reisi, Doktor İlhamcan Sabit Avustralya Uyghur Akademisi'ninki reisi, ondan keyin Doktor Profesör Alimjon Tilivaldi Yavrasiya Uyghur Akademisi'ninki reisi, yani Qozog'istondagi Uyghur Akademisi'nin reisi. Bu Qozog'iston emas, Qozog'iston, Qirg'iziston ve O'zbekistondagi Uyghur tadqiqotchilarni o'z ichiga olgan bir Uyghur Akademisi. Ondan keyin Kanada Uyghur Akademisi'ninki reisi Doktor Asqarjon Himit, Yaponiya Uyghur Akademisi'ninki reisi Doktor Muxtarjon Abdurahman. Mush akademiyalardan başqa yana 3, yani 2 institut, bir komitetimiz var. Xitoy Tadqiqot institutininki reisi Doktor Ferhat Kurban Tağal, Xitoy institutumuzun reisi Doktor Avlat Samat ve ana til komitetimizdeki müdiri Zulayat Ötkür Hanım. 10 organda tartib topgan bo'ldik. Asosli faoliyatlarimiz nima degan vaqtida yillik Uyg'ur tadqiqotchilar, yozuvchilar, adiblar tartib topgan bir yillik uchrashuvimiz bor. Ondan başqa o'qish bitgan yoshlar qarta turli programlarımız bo'ldi. Ondan keyin Uyg'ur ana tilida ve Uyg'ur burunqi mesela qalmi bilan, ilmi bilan kurash qilganlarni xotirlash faoliyatlarimiz bo'ldi. Ondan keyin Tavfiq o'qish mukofoti, ondan başqa magistr doktor o'quvchilarga yetakchilik qilish, Uyg'urlar haqida doktorat tayyorlash, Uyghur Akademisi'ndeki torbetlari, ijtimoiy taratqular ve elektronlik kütüphanemiz, şundan birga her xil leksiyalarni tashkil qilyapmiz. Bu faoliyatlarning hammasi tamamen biz haqsiz, xolis bir şekilde xizmat qilib qilyapmiz.
Bayam degandekidek yilda bir qatim ötküzüp kelayotgan Uyg'ur tadqiqotchi, yozuvchi va adiblarning uchrashishda har yili o'xshamagan temalarda muzokara ilib bordik. Jami 11 qatim ilib berildi. Abdülhamid vaxtınız toştu. Shundaqmi? Hozir Bir qoldi minut. navostlikday. Magistr doktor o'quvchilarininki doktoratlari ana til xotirlash faoliyatlari, undan keyin ana til komitetini biz 50 dan ortiq ziyolilardan birga qurgan edik 2019-yili. Bu Uyg'ur mutafakkirlarini xotirlash faoliyatini biz jami 5 qatim olib bordik, 3 qatim deb e'lon. Ondan keyin Uyg'ur akademiyasini tunji qatim Amerikada 2017-yildan 2018-yilgacha Amerikada faoliyat olib bordik. Bu George Washington Universiteti bo'lgan Uyg'ur krizisi haqida bergan bir konferansimiz. Hozirgacha 191 atrofida Uyg'ur o'quvchilarga o'xshamagan shaklda o'qish yordam qilib berdik. 30 qatim Uyg'ur o'quvchilarga turkcha kurs ochdik. Undan keyin shu leksiya faoliyatini boshlagan 2010-yildan boshlab tunji leksiyani Doktor Shadabas, hozir bizning akademiyaning raisimiz Doktor Shadabas efendimdan boshlagan edik. Yoshlarni tarbiyalash faoliyatini yapdik. Bular milliy mafkura va tashkilotchilik haqida 6 qatim kurs ochildi. Undan boshqa xalqaro vaziyat va milliy kurash haqida 3 qatim kurs yapdik. Bu yaqinda yana bu tashkilot mas'ullari va ziyolilarni bir yerga kelib, o'xshamagan temalarda safoyimizni, bilim saviyamizni o'stirishdan birga hamkorlik qarab yo'lga tutilgan bir programma o'tirib qo'ydik. Asosan tashkilot mas'ullarini bir yerga kelib, har xil temalarda muzokara olib bordik va tarbiyalash olib bordik. 3 qatim bo'ldi. Undan keyin doklad tayyorladik. Hozirgacha 3 doklad, undan keyin ko'k kitob bizningki vahbimizning raisi doktor Berat Qurbontaxon Talabamning tirishchiligida ko'k kitobni nashr qildik. Undan keyin Torbete 2010-yildan boshlab hozirgacha taxminan 1,5 million odam qatim ziyorat bo'ldi. Bizning Uyg'urcha, Turkcha, undan keyin inglizcha torbetlarimizga 1,5 million odam ziyorat qildi. Hozir biz 161 dan ortiq Uyg'ur ziyolilar bilan yaqindan aloqada bo'lib ketyapmiz. Butun dunyodagi Uyg'urlar yashayotgan davlatlarda. Hamda Uyg'ur akademiyasiningki qanday ta'sir bo'ldi desa, muajiratda asosligi o'sha Uyg'ur ziyolilarga bir munbar yaratdik. Undan keyin Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash, Uyg'ur yoshlarga tavfiq mukofotini ta'sis qilish va shu bilan birga shu Uyg'ur ziyolilar o'rtasidagi tushunishni ilgari surib, hamkorlikni amalga oshirish uchun tirishchilik qilyapmiz. Meniki sunumim tugadi. Ko'p rahmat. Abdülhamid efendi nəhayət yaxşı təfsili ama qısqartıb bizə anlattı. Çünki vaxtımız yox. Keçirim biraz agahlandırış verib qoydum. Uyğur Akademiyasının quruluşundan tatib hazırgacha kelgan fəaliyyətləri əlbəttə nəhayət köp. Bu fəaliyyətlərin hər birisini neçə qitimlab qayta elib bade bütün dünyada Uyğur Akademiyası. Ve qaraydigan bolsaq, Uyğur Akademiyasının Uyğur mədəniyyəti və bilimdə tərəqqi qilish üçün az bo'lmagan töhfə qoşqanlığını ko'rib alaymiz. Hamda bir millatning taraqqiyotida ziyolilarning roli nima degan savol bu yerda tug'iladi. Ziyolilar nima uchun shundaq faoliyatlarni qiladi tarixdan hozirgacha? Hozirgi sharoitimiz ziyolilarimiz to'xtamasdan mush xizmatni qilyotdi. Hamda xalqaro javob bersanglar bo'ladi. Bir millatning taraqqiyotida ziyolilarning roli nima? Marhamat. Mehmet Emin cevap versin olamı ki?
Avazınız Mikrofonunuzdan açsanız. Assalamu alaykum, qarindoshlar, assalamu alaykum. Barliq ekran oldidagi do'stlar, hammanglarning oldi bilan Ramazoninglarga muborak bo'lsin. Tutgan Ramazoninglarni Alloh qabul qilsin. Hamda bu ziyolilarninki bir millatning taraqqiyotida tutgan roli nima degan vaqtida bu nayti bir keng doirlik savol bo'lib, hamda buni o'xshamagan odamlar o'xshamagan jihatdan tushunishi mumkin. Mening qarashimcha bu qisqala qilib aytgan vaqtida bir millatning ziyolisi shu millatga har qaysi jihatdan yetakchi bo'lib millatninki umumiy sapasını yuqori ko'tarish bo'lsin yoki bo'lmasa krizis yuz bergan vaqtida shu krizisdan qanday qutulish to'g'risida boshlamchilik rol o'ynaydigan bir rolga ega. Buni hamda muajiratdagi ziyolilarniki ba'zilarimiz shu majburiyat shuni bir majburiyat qatorida ado qilishga tirashyapmiz. Ba'zilarimiz yanıla bir xil jimjitlik ishida o'tayapmiz. Hamda bizningki mushu akademiyaniki qurilib mushu jihatda bir bo'shliqni to'shqizish yoki bo'lmasa ziyolilarga mushundaq bir fursat yaratib berish jihatda izchil tirishchilik ko'rsatib keldik. Buningdan keyin texmi ko'p ziyolilarniki bu mayli Uyg'ur akademiyasi bo'lsin va yoki boshqa tashkilotlarga bo'lsin bir aktiv qatnashib shu millatniki hozir duch kelayotgan krizisdan qutulish uchun har jihatdan boshlamchilik rol o'ynashni chin ko'nglimdan umid qilaman. Ko'p rahmat, Mamtimin efendim. Ferhat söz qildigandek turdi. Marhamat. Mikrofon taqaqliq. Söz qilishdan burun mikrofonni ichirasiz. Hem de açtım. Şu tekrar kılımız mı başka sual var mı? Qo'shimcha qildigan agar Yok qo'shimcha yıkılgan obdan tarif kıldı Mehmet Emin Bey. Hem de zaten ziyalini Türkiye'de aydın dep oçuldaydı o anda. Kallısı oçuklanğan, aydınlan, hem özü aydınlanğan, hem cemiyetini aydınlatalaydıgan diye managa kes gerek. Ama bunun hamdılıkı bazen ziyalilarning keliki ölçem standart mı moyum hem de. Bazen ziyali tarihine ait malumatlı insanlar var ama cemiyetki paydadan köp ziyili tekke insanlar boğamızdan tarihimizde. Demek ki bu cemiyetki paydalık ziyalinin aldığı olan fakat dalıkı malumatın yanında bir de biraz vicdani ta'lim terbiyeden ötken buluş gereken de qaraganda. Olmasa bu ziyalilarınki bir dağın zihni normal deyxandan bekerek oldu bazen. Şuna bunu hem narsalar biraz nispeten eğitildi o hem de. Umumuz getkanda Uyghur ziyalilerinin vazifesi başkalar qaraganda biraz eğir. Uyghur ziyalilerindeki tarifini yeniden kılış gerek. Çünkü biz normal bir şerait yaşayotgan bir millet emas. Bunun için Uyghur ziyalileri toptan çıkıp söylemden çıkıp koşka kiriş gerek. Bunun için buna ait nurgunluk hazırlık nimesi var bunun bir pesle. Bu aslında şu aldığımız vaxtlarda yani Uyghur ziyalilerini yanıdan tarif kılıp Uyghur ziyalilerinki hazırki şaraitte başkalar qaraganda o'xshamaydigan taraflarını mı buraya ekillep çıkış gerek dep qarayman. Bunu hem de hazır belki de uzatması lazım. Umumiyet aytganda Mehmet efendimin degeni to'g'ri ham ziyoli aydın hem özü aydın hem cemiyetini aydınlaştırdıgan. Cemiyetki biraz mümkün kadar sepning oldiroq minib to'g'ri yo'lni ko'rsatishga haqli bekleydi hem de. O ziyoli deganki to'g'ri yo'lni o'shadan ko'rsatdi ama to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan ba'zi sharoitlarni hozirlash kerak deb qarayman. Ko'p rahmat, to'g'ri deysiz. Ben biraz Uyg'ur ziyolilarining vazifasi bek eg'ir.
Ben bir iki kız koşumcu kılay. Merhamet. Bu ziyali diyen gap nur çaçıdığan kişi yoki nurluk kişi diyen buludandı. Ziyali diyen gapniki Ziya degan nur. Ziya diyen Arapça nur diyen gapimdi. Bu ziyalilar bir cemiyetniki yetekçisi yoki mesela bir cemiyetniki müngisi deymiz. Bu bulupmu bulandaki ziyalılarındaki vazifesi cemiyetini, halkını aydınlaştırış. Şu hakimiyet sınıfındaki siyasetlerini tatbik kılıp, olandaki siyasetlerindeki, şu hükümetindeki, hakimiyetindeki siyasetlerinin mahiyetini içip, onundaki bulanı halkka tunuşturuş vazifesi var. Yani birisi şu ilmi tatbikat edip verip, şu milletindeki medeniyet hazinesinde kazış vazifesi var. Yani milli kimlik engini östürüş diyendek nayet mühim vazifeler var. Hazırki Uygur ziyalılarının vazifesi olsa, şu Xitay'daki meyli vatan içindeki olsun, vatan sırtındaki olsun, bütün şu Xitay'daki siyasetlerindeki mahiyetini tatbik kılıp, içip taşlaş, halkımızga ve dünyaya anlatış vazifesi var. Yani bir jettin şu ilmi tadqiqat bilan şug'ullanıp, şu tarihteki milletimizden tarihte yaratgan milli medeniyet kıymetlerini kazıp bunu halkı tanıtış vazifesi var. Yani ve Uygur ziyalilerindeki vazifesine aitti eğir bulup mu yani şu faaliyetler arkalık cemiyetini yetekleş, doğru yolga yetekleş vazifesi aitti muşakkatlik bir vazife, aynı vakitte şereflik bir vazife. Bunu her Uygur ziyalisi unutması da lazım. Rahmet. Köp rahmet. Qo'shim chiqildigan. Bormi qo'shim chiqildigan yoki? Endi Uygur ziyalilerininki vazifesinin eğirligi çoqum milletning oldida boshlamchi bo'lishi kerakligini hammamiz tanib yetdik. Qutatqu bilikdimi ziyalilarninki çoqum zakat berish kerak deganga o'xshash ashunga yaqin keladigan bir nima bor. Men ta'sirlangandim uningdan. Ziyali bo'lish ya'ni bilimni o'zingiz uchun emas, xalqingiz uchun, vataningiz uchun ishlatishingiz kerak degan bir tavsiyasi bor Yusuf Asajibninki. Şunun qaragan vaqtidami ziyalilar endi balki bir necha tur bo'lishi mumkin bilimni elib o'zi uchun ishlatadigan o bilimni xalqi uchun millat uchun ishlatadigan ziyalilar deb balki shundoq deb bo'linishi mumkin. Ama bizim endi bu yerda jam bo'lgan Uyg'ur akademiyasining atrofiga to'plangan ziyalilarning hammasi asosan o'ziniki bilimini xalq uchun, vatan uchun sarf qilyotidi, kecha kunduz demay ishlayotidi. Her sahada qo'lidan keladigan ishning hammasini qilyotidi deb qarayman. Akademiyaning Uyg'ur akademiyasininki muhojiratdagi ziyolilar va o'quvchilarning bir yerga jam bo'lishida va o'z rolini joriy qilishida ta'siri qandoq bo'ldi, roli qandoq bo'ldi? Akademiya bir yerga yig'ildimi? Shundoq bir tashkilotning bo'lishi albatta muhim. Shu rolini joriy qildira oldimi? Marhamat. Mikrofon yan qapaliq. Bu sualga yan men qisqacha javob beray deb o'ylayapman. Mehmet Emin başlaganda. Mehmet Emin akamiz deb başlaganda. Tamam. O zaman Gerek yok. Ben başlayayım. Başkalar jim olmaganda men javob beray dedim. Galipcan javob bergan bo'ldi. Men boshlayman. Ben başlangıçta ben degandek şu Uygur Akademiyasındaki maqsadlarının biri yani nişanlarının biri şu chet ellarda yetişken akademiklarni bir yerga olib kelish edi. Bir yerga olib kelish, bularni o'zaro uchrashtirish, tunishtirish va o'zaro fikr almashtirish uchun shu shart-sharoit hazırlab berish edi. Akademiya qurilgandan keyin biz 10 qatimdan ko'proq shu xalqaro ilmiy muhokama yig'ini suhbat muhokama yig'ini o'tkazdik. Şu jarayonda dunyoning har qaysi joylaridan akademiklarimiz, ziyolilarimiz, ilmiy xodimlarimiz keldi. İstanbul'a geldi, özara şeyde ilmi doktorat sundu, özara tanıştı. Ben maacettin Uygur Akademisi özündeki nişanlarının birini emelge aşırdı dep oylayman.
bunun İslamı bununla şahit. Hakikaten Uygur Akademisi nurgun katım şu halkaralık faaliyetlerini ötküzüp şu ilmi hadimlerimizni İstanbul'a cem kılıp birbiriga tunuşturuş için zemin yaratıp badi, şart yaratıp badi dep oylayman ve bunu muayyenleştirmen. Nayet enik kılıp bu şu nişanını biz amalga oshirib dep oylayman. Rahmet. Qo'shimcha qo'yay. Endi biz akademiya 2009-yili qurilgan vaqtida bir nayta az bir qism ziyolilarniki bir yüksek g'oyasi ostida bir yerga jam bo'lgan. Ayni vaqtida hamda ba'zilarimiz bu akademiyaningki qurilganligidan ayta zo'r tantana qilib ko'p umidlarni kutgan bo'lsak, yana ba'zilarimiz buningga uncha ishonchi bilanmi qaramagan. Mana hozir akademiya qurilganiga 12 yildan ishibdi. Bu 12 yil jarayonida aslidagi nayta kichik bir tashkilot, ya'ni ayni vaqtida mavjud bo'lgan boshqa tashkilotlar bilan solishtirgan vaqtida biz bir yangi kichik tashkilot edik. 12 yildan keyin nurg'un davlatlarga tarmoqlari bo'lgan, anandan keyin yuqorida deb o'tgandagidek 10 institut, ya'ni tarmoq tashkilotni tashkil topgan bir xalqaroliq bir tashkilotga aylandik. Bu jarayonda gerçi biz hem de şu akademiyanınki dairesini şu muhaciretteki Uygur ziyaliler içinde umumlaştırış istikimiz bozumu bazı cihetlerde aslındaki plandakidek onda galıqı bütün muhaciretteki ziyalilara vekillik boladigan bir nimede keng dairede taraqqiy qilamagan bo'lishimiz mumkin. Buningki har xil sababları bor. Birisi hem de şu bizdeki siyaset yoki tashkilotchilikningki sezgirligi sababidan nurg'un qarindoshlar ehtiyot qiladigan yoki bo'lmasa men hech qanday tashkilot qatnashmay o'zim qildigan degan qarash ig'ir bo'lganligi, andan keyin biz o'xshamagan davlatlarga chechilgan, o'xshamagan til va o'xshamagan kasblar bilan shug'ullanganligimiz uchun ba'zi konkret to'salg'u qiyinchiliklar sababidan, ya'ni aslida umid qilgan, plan qilgan bo'yicha taraqqiy qilamaganimiz bo'lishi mumkin, lekin hozirgi shu taraqqiyot bo'yicha yana tirishsak cho'qim biz ko'zlagan maqsadga yetamiz deb qarayman. Ben bir ishga qo'shimcha qilib qo'yay, agar Ma'mudin Beyning gapi tugagan bo'lsa. Bence Uygur Akademisininki bo'lapmi shu yaqinqi bir qancha yildan beri boshqa tashkilotlarga nisbatan alayda ko'z ko'rinarlik natijasi fikir ishlab chiqarish jihatda biroz boshqa tashkilotlardan bekrak g'o'lliq faaliyetler bo'ldi. Chunki bende hozir o'zinglarga bilgandek Türkiye'de tashkilotlarning soni xili bir badi. Chet ellarda bor, ama hozirgi jamiyatning ehtiyojiga qarab turib fikir ishlab chiqarish jihatda Uygur Akademisininki roli biroz cho'ng bo'ladi deb qarayman. Bunun bir qancha tane amaliy natijasi qaraydigan bo'lsak, bu endi tekrar bo'lib qolishi mumkin. Xitoy tadqiqot institutining qurilishi aslida Uyg'urlar uchun oid muhim bir qadam. Ama buni shu Uygur Akademisi yo'l qo'ydi va Türkiye'den bugungacha bo'lib boqmagan bir ish. Yani men demoqchi bo'ldim, biz Uygur Akademisi fikir üretip, yani fikir ishlab chiqarib, boshqa tashkilotlarning qilishini tekrar qilib boqmadik biz. Uygur jamiyatining hozirgi jamiyatning taqozosi to'g'ri mo'lcherlab, to'g'ri vaqtda to'g'ri ish qilishga ahamiyat berdik. Bo'lapmi masalan Xitoylarninki bu Aqtash kitap orqali Uyg'urlarga hujum qilishi butun dunyodagi Uyg'urlar bilan munosabatli bir narsa. Ama bununla tashkilot sifatida bular bilan jang qilish uchun oldidan bir qurol lozimdi. Uni yani Aqtash kitobga qarshi Ko'ktash kitobni ta'sis qilish. Bu bir inqilob. Bu bir inqilob.
bu özümü hem ismi cismi hem mezmunu hem onunki oynaydigan rolü jihatdan aytkanda bence Xitoy hökümeti bu jihatda hali nimqan bo'lishi mumkin manga kelgan nimalar hamda ba'zi tepkilar. Bu to'g'ri qilingan bir ish va ta'sir kuchli bo'ldi. Shunday faoliyatlar belki de Uyg'urlarning Uyg'ur akademiyasiga bo'lgan ko'z qarishiningki o'zgarishi hatto Uyg'ur akademiyasiga bo'lgan diqqat e'tiborining ortishida foydasi bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayapman. Ya'ni Uyg'ur akademiyasi bugungacha mencha şu fikir ishlab chiqarishga ahamiyat berdi. Bundan keyin demak Uyg'ur akademiyasi ishi bu bo'lishi kerak. Yani boshda zallarninki ta'rifini qildik ya. Yani Uyg'ur akademiyasi boshqa faoliyatlarni normaldagi rutin faoliyatlarni takrorlashdan ziyada jamiyatning yani Uyg'urlarning ehtiyoji bo'lgan masalalarni vaqtida tasdiq qilib, yangi fikrlar bilan o'tirib chiqib jamiyatni aldığı mang'uzga turtki bo'lishi kerak. Yani bazen yerimizde turup minglarcha qism sanaymiz ama yerimizde turamiz. Ama yangi fikrlardan manga vaqtida ba'zi masalalarda yangi qadamlar atıp tahmin yaxshi natijalar qo'lga kelishi mumkin. Yani bizningki bu alaylikimizni bundan keyin davom qildirishda lozim deb qarayman. Rahmat. Rahmat. Endi bilim degan kuch, bilim degan boyliq, bilim degan fikir, fikir degan jamiyatni olg'a suradigan harakatlantiruvchi kuch. Bu jihatdan olgandami Uyg'ur akademiyasiningki har qaysi sho'balarni bir yerga jam qilib, kuchni birlashtirib, Uyg'ur jamiyatining taraqqiyoti bo'lib, hozir duch kelayotgan xatarlik ahvolda Uyg'ur xalqininki uyg'otish, Uyg'ur xalqininki o'zining madaniyatini unutib qolmaslik yoki bu madaniyatni yoshitish uchun mavjud bo'lib, nasldan naslga balki yana davomlash uchun qo'ldan keladigan ishni qilish jihatdan cho'ng roli bor deb men shunday qarayman. Yana bir jihatdan hamda Xitoy mustamlikasiga qarshi kurashda akademiyaning roli qandoq bo'ldi? Biz faqat hammamiz o'zimizningki kasbimizda aldı bilan o'zimizni yetishtirdik albatta, o'zimizni yetishtirmasdan turib bir boshqasiga yordam qilish, boshqasini bilim bilan yetaklash mumkin emas. Ama hozirgi vaziyatdan elib aytgan vaqtidami nihoyat xatarlik ahvolda biz. Shuningga Uyg'ur ziyolilarining tepkisi qandoq bo'ldi? Uyg'ur akademiyasininki roli qandoq bo'ldi bu mücadelede? Merhamet. Assalomu alaykum. Bu temada azroq menga qilib baqsam. Aldı bilan barliq qarindoshlarning dunyoning har qaysi joylariga barliq qarindoshlarniki Ramazon oyi muborak bo'lsin deymiz. Baytun Abdülhamid temasini tushuntirib o'tdi. Ya'ni dunyoning farqli davlatlarda, o'xshamagan davlatlarda 161 ziyolining bir yerga kelishi, mushu uning o'zim bir g'alaba deb qarsak bo'ladi. Lekin nima uchun degan vaqtda har bir ziyoliniki, har bir mushu bilim odamlarniki dunyo ko'z qarashi yoki bo'lmasa ba'zi ko'z qarashlari, ba'zilarimiz ijtimoiy pancha, ba'zilarimiz tabiiy pancha degandek, shunda nurg'ulg'an fikrga o'xshamagan yoki bo'lmasa dunyo ko'z qarash o'xshamagan insonlarniki meshaga kelib bir jam bo'lishi, bu bir g'alaba deb qarayman. Endi Baytun Olimjon kam aytdi, ondan keyin Farhod kam aytdi. Bizda endi hozir ikki yuk bor. Birisi yani o'zimizniki akademik salohiyati bilan akademik xizmatning hudisidan chiqmoq. Yani birisi mushu munqariz bo'lgan davlatimiz bilan endi mujodala qilmoq. Endi masalan ya Malayziyada bo'lsin, ya Turkiyada bo'lsin, ya dunyoning har qaysi joylarida bo'lsin, nurg'un ziyolilar faqat o'zining tadqiqot doirasi bo'yicha faqat tadqiqot, maqolalar qilish, o'qitish degandek bu sohalar bilan shug'ullanib o'zining millatiga vositalik yoki bo'lmasa bevosita holda to'p qo'shadi. Lekin bizning o'xshamaydigan bir yerimiz, biz buning hudus bilan chiqish bilan birga shundoqla shu xalqimizni mushu Xitoy tajovuzlaridan qutqizish uchun kurash qilyapmiz. Yani bunun da mesela Farhod Kamning mushtabda Turkiyada
şu nurgulgan konferanslarını Türklerge berip bularga anlatışı misalenge mesela yoki bo'lmasa nurg'un akademiklarimizniki ba'zi tashkilotlarniki beshi bo'lib yoki bo'lmasa u tashkilotlarga donishmand bo'lib yoki bo'lmasa ularga fikr ishlab berib yoki bo'lmasa ular bilan birga mengishmi yana Uyg'ur ziyolilarniki shu nimada Xitoy shu tajovuzlarga bo'lgan kurashda xillam kuchining jiqliqini bilalaymiz. Ondan keyin endi men shunday o'ylayman, xalqimiz cho'qim 3 narsani cho'qim aniq aytish kerak. Birisi ziyolilar, ikkinchisi siyosatchilar, uchinchisi askar. Endi ziyolini askar o'rnida ishlasa bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa askarni ziyoli o'rnida ishlasa bo'lmaydi. Endi hozir xalqimizda to'g'ri xalqimiz noit umidsizlangan yoki bo'lmasa xalqimiz noit tushishgan bir mezgilda ziyolilardan kutig'ini bek yo'qri endi. Hamma ishni ziyolilardan kutib, xuddi ziyolilar vatan ozod qilayotgandek yoki bo'lmasa musiz ziyolilar birib oldin qisabda kurash qilib qilayotgandek mundaq bir cho'ng umidlarni kutidi endi. Men nurg'un insonlarni masalan bugün şu temin çıkargandan keyin nurg'un talash tartishlarniki hatto mush aqartish degan şu tem ustidimi nurg'un talash tartishlarni qilganligini ko'ra olamiz. Endi shunashqa mening demoqchi bo'lganim hozir Uyg'ur akademiklari masalan Yaponiyada bo'lsin, Avstraliyada bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, hammasi bular ikki vazifaning o'zisini chiqyapti. Birisi o'zining tədqiqatı, yəni birisi millətə igi çıxış əmdi hesabdır. Əmdə toğra, məlum sandaki, az sandaki bəzi ziyalilərimiz 5-ni tıqılıb, ya olmasa 5-ni içək tıqılıb yaşayan bosumu, lakin köpüncüsü, yəni %70-80%, yəni özünün şu xizmetinin ötüsünü çıxsa, yəni birisi şərəflik xizmetimiz bolğan, şu vətənin xizmetindən chiqib deb qarayman. Endi xalqimga deydiganim nima degan vaqtda cho'qim malqi ziyolilar qurbon berayli desa o'lib biring deganni kutmaslik kerak endi hisobda. Chunki millatmi o'zining ziyolilarga ega chiqishi, ziyolilarni qo'g'dishi, shundaqla ziyolilarni askar o'rnida emas, ya'ni bir fikr ishlatguchi fikir işləyücü yoki bo'lmasa fikir bilan ta'minlaguvchi Baytin Alimjakam aytgandek bir nur chachquchi sifatida qabul qilishi bularni askar o'rnida ishlatmaslik kerak deb shuni nim qilaman. Chunki nima uchun buni deb qoldim degan vaqtda nurg'un Baytin deb aytdim, nurg'un qarindoshlarimiz shu ziyolilarni kutib olgan umid bakchiq. Xuddi ziyolilar berib oldin hisobda vatanni jang qilib qutquzdigandek yoki bo'lmasa hamma ishni ziyolilar qilib bergandek ziyolilardan kutadigan umidi bak cho'ng. Lekin xalqimiz shuni bilish kerakki, shu ziyolilarniki, bo'pmi biz ziyolilarniki, Uyg'ur ziyolilarniki yoki boshqa ziyolilarniki, boshqa millatning ziyolilariga qaraganda 2-3 hassa og'ir deb qarayman. Birisi o'zining xizmatining hududisidan chiqdi, yana birisi yana millatning hududisidan chiqdi. Shunashqa deydiganim xalqimiz cho'qim o'zining ziyolilarini qo'g'dashni bilishi, ulardan foydalanishni bilishi, shundaqla ularni qurbon qilmaslikni o'rganish kerak deb qarayman. Rahmat. Ko'p rahmat. Nəhayət qiymatli fikir bo'ldi. Rost deysiz. Aldı bilan ziyolilar o'zini yetishtirib, siz deganga o'xshash o vazifaning hududisidan chiqish kerak. Ba'zilarimiz universitet ishlaymiz, ba'zilarimiz tadqiqot o'rnida ishlaymiz. Bu jihatdan vazifalarimiz og'ir, oylik qiladigan, yillik qiladigan nurg'un ishlarimiz bor. Buning ichida yana bu millatninki ishi bilan shug'ullanish oson emas, lekin biz muayime deb o'tib ketdim. Bilimimizningki zakitini berishga tirishayotgan ziyolilar, bu majburiyatimiz. Burhan efendimmi, Burhan ukamizmi bütün kuchi bilan bu Xitoyga qarshi, mustamlikaga qarshi kurashda oldingi safda turib kelyotidi. Nurg'un faoliyatninki rahbari bo'ldi, faoliyatni maydoniga chiqib naq maydonda shular qilyotidi. Yana bir jihatda o'zining kasbida nihoyatda yaxshi tanilgan bir akademisyen.
Bu göz qarashqa, yəni qoşumçu qıldığanlarımız barmı? Ben biraz qoşumçu qılay. Mənim Abbas əfəndim. Mərhəmət. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar, bilan manglarning Ramazon oyini qizg'in qutlaqlayman. Men bunga bir ikki yig'iz qo'shimcha qilsam bilan qarindoshimiznikiga. Endi bu tema, bu mazmun endi milliy shu ko'rishimizda ziyolilar qanday rolni o'ynaydi, o degan mazmun bo'lganligi uchun. Mening ko'z qarashimda endi milliy ko'rishning shakli har xil bo'ladi. Endi shu vatanning sirtida, shu muajiratda hozir biz Uyg'urlar o'zimizningki madaniyatimiz, tilimizni qo'g'dab qilishmi, bu bir Xitoyga qarshi bir kurashning bir muhim bir qismi deb qarashga bo'ladi. Undan boshqa shu yoshlar qo'shini, ya'ni safoliq, kuchlik, kelgusimizga muhim bo'lgan bir yoshlar qo'shinini yetishtirib chiqish uchun ularga kuch qo'shishmi, bu kurashning bir qismi deb o'ylayman mencha. Demak, bu ikki tarafda akademiyaningki shu necha yillardan beri qilib kelayotgan muhim xizmatlarning birisi shu. Demak, menimcha buni nazardan saqit qilsak bo'lmaydi. Undan boshqa masalan nurg'un akademiyadik mayli barliq tarmoq akademiyadik qarindoshlarimiz nurg'un universitetlarda ilmiy doktorlarni berish orqali asosliq shu millatimizningki hozirgi ahvolini tunishtirish, uni akademik nuqtadan tunishtirish jihatdan ko'p faoliyatlarni ilib bordi. Bu endi ilmiy o'rinlarda bunday doktorlarning berilishi muhim, chunki bu har qaysi davlatlardagi ziyolilar qo'shiniga o'zimizning ahvolini tunishtirish, bu bizningki milliy ko'rishimizningki tez alg'a ilgarilishiga muhim rol o'ynaydi. Undan boshqa yana bir misol deb o'tsam, endi shu Uyg'ur akademiyasi yana Turkiyada shundoq, masalan shu Ko'ktash kitobni chiqarish orqali uni siyosatchilarga yetkazish orqali hamda bu qilganga o'xshash endi Uyg'ur akademiyasidagi nurg'un tarmoq tashkilotlar yana shu yerlikdagi siyosiy tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatib nurg'un faoliyatlarni birga ilib berish, ularga material tayyorlash degandek xizmatlar bo'ldi. Masalan, bir misolni olsak, biz Uyg'ur akademiyasi Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan hamkorlashib, ularni Uyg'ur so'tish uchun materialni tayyorlashidan ko'p kuch chiqadi. Demak, shularmi hamda shu Uyg'ur akademiyasininki shu yaqindan beri qilib kelayotgan bizning shu milliy ko'rishimizga qo'shgan bir kichik to'kpisi, buni tilga ilib o'tish tegishli deb qarayman. Rahmat. Ko'p rahmat. To'g'ri deysiz. Bu fikr ovozim toza yaxshi hamda o'ngshaldigi deyman. Alimjon assalom, yana kishi boryapti. Shundaqmi? Fikir o'tirib qo'yish, fikir ishlash degan gap bilan munosabatli ba'zi bir fikrlar tushyotidi. Uyg'ur akademiyasi qanday fikr ishlab chiqadi, yo'g'on gap qildi ekansizlar debchi. Bu fikir ishlab chiqarish, fikir o'tirib qo'yish degan gap bir kichik bir izohat berib o'tay deb o'yladim. Bir maqolimi, bir fikir, ya'ni ziyolilarninki shu o'zininki tadqiqot jarayonida bir maqolani o'tirib qo'yish, bir kitob yozish, bir masalani o'tirib qo'yish yoki uning hal bo'lishi bilan munosabatli ko'z qarashini o'tirib qo'yishning o'zimi bir fikr ishlab chiqarish jarayoni. Boya Mehmet Emin Abbas efendim deb o'tib ketdi. Shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan birlashib Uyg'urlarga so'yqirm, Uyg'urlarga etnik qirg'inchilik qilganligini butun xalqarada tanitish, bu sotninki shu hukmga berishi uchun kuch chiqargan kishilarning hammasi shu ziyolilar. Nurg'un necha yuz betlik narsalarni tarjima qilib, buni o'tirib qo'yib, shunaqlarni qildi. Albatta xalqimizningki qo'llab-quvvatlashi bilan birga bo'ldi bu ish, amalga oshdi. Ammo bu shundoq bir fikrninki əmilləşigə ən köp həss qoşqanlar Uyğur ziyalidir deb qarayman. Muşu cəhətdən düşənsanlar bu fikir işləş, fikir oturub qoyuş degan gap bir maqaladan başlab, bir kitab, bir əsər,
bir medeniyetni, Uygur'un bir medeniyet alayligini oturup koyuşunun özü, Uygurlar bilen münasebetlik medeniyet bilen münasebetlik näse bolsun yoki siyasi jihatdan bir köz qaraş bolsun, şunu halqara sahnege ep chiqish, bularning hammasi bir fikrning amalga eshishi, bir fikr ishlab chiqarish deb qaraldi. Men shunday o'ylayman. Bu nuqtada yani Alimjon ma'lum söz qilmoqchimi? Ben söz kılay degendim. Mehmet'imin de Abbas Efendi'ye verdim nöbetimde. Yani bu meselede Uygur Akademisi'ndeki Kuvatkan muhim 3 nokta var. Kuvatkan işlerden 3 muhim işi var. Bunların biri yaşlar terbiyeleş kursu. Nurgun Kattem şu yaşlarını terbiyeleş kursu uyuşturdu. Bu mu şu Uygur ziyalilerinin akademinin Xitay işgalcıları karşı körüşüden ait muhim rol oynadı da oylayman. Nima için diye vaqtda yaşlarımız, perzentlerimiz, bu yaşlarımız Şarkı Türkistan davasının izchilligidan ait muhim. Yani davamlaştırılışta, davamlaşışıdan ait muhim rol oynaydı. Bu yaşlarındaki bu yaştan terbiyeleş bu noktadan intayın muhim. Yani birisi ilmi doklatlar tayarlandı. Bir kanç ettim. Bu mu şu bizdeki Uygur Akademisi'ndeki torbeti de var. Bulama hükümetin bazı muhim nimeligi mesullarga taqdim qilindi. Şarkı Türkistan hakkında bir kanç ettim. İlmi rapor deymiz-go. Doklat tayarlanıp sunuldu. Onundaki Ferhat Efendi'min de çıkarttım şu ilmi rapor hazırlap, tayarlap hükümet organlarına sundu. Bulama akademideki şu milli mücadeledeki nihayet muhim rolü de hesaplanıyordu. Dep qarayman ben. Yani birisi akademi sohbetleri. Siz bu katım 50. san depsiz. 50. katım kuvatmız mı sohbetler. Bu mu nihayet çoğun bir faaliyet dep oylayman. Bu halkını cemiyetimizde aydınlaştırışta bu sohbetlerindeki ehemmiyeti nihayet çoğun hem de. Bu mu milli güreşteki kembos olmaydıgan bir mücadele şekli. Şu 3 noktadan Uygur Akademisi ait muhim işlerini kılbatıdı dep oylayman. Rahmet. Ben bir qo'shimcha qilaymi shunga agar vaqt bo'lsa. Shu Uyg'ur akademiya a'zolari yoki akademiyasi qandaq yeni fikrlarni o'tirib qo'ydi degan vaqtida men bir misol keltirib o'tay dedim. 2018 yili shu Turkiyadagi bir qism akademik a'zolarninki Amerikaga kelib qatnashi bilan biz nimada Amerika Uyg'ur akademiyasini qurish mezgilida, ya'ni 2018 yili 5-oyda biz Georgetown universitetida bir yig'in ochdik. Bu yig'inda shu akademiyaniki tashabbusi bilan men shu Uyg'urlarniki, muajiratdagi Uyg'urlarniki ro'yi sog'lomlik to'g'risida bir doklad berish vazifasi menga tushganligi uchun men shuningga doklad hozirlash uchun men Uyg'urlar ichida tunji qitim bo'lib shu keng ko'lamli hamda bir ro'yi sog'lomlik to'g'risida bir ra'y sinash, ya'ni tekshirish ilib berib, buningdan bir doklad tayyorlab 2018 yili yig'inda so'zlagandan keyin nayti ta'sir qo'zg'agan bo'ldi. Uningdan keyin bu dokladni men yana texmi cho'ng kengaytib nurg'un yig'inlarda o'tirib qo'ydim. Buningki bu shu Uyg'ur akademiyasining shu yig'inida o'tirib qo'ygan fikr shu tashabbus tufaylidan hozir Amerikada Uyg'ur ro'yi sog'lomlik tashabbusi degan bir tashkilot qurildi. Bu tashkilotda Amerikaninki ko'plagan shtatlardan fidoyi bo'lib shu Uyg'urlarga maxsus haqsiz ro'yi sog'lomlik davolash ilib boradigan bir turkum doktorlar bor, hamda rasmiy kasbiy doktorlar. Bular hozir shu tashkilotninki tarmoqida, albatta bu tashkilotda Amerikadagi Uyg'ur Amerika Uyg'ur birligi, anandikin kishilik huquq tashkiloti degan tashkilotlardagi ba'zi bir qism qarindoshlar
pidoyi bo'lib bu tashkilotda yana qo'shimcha xizmat qilyotidi. Endi bu tashkilotninki hozir bir alayidligi shu sug'urtasi bo'lmagan Amerikadagi shu sog'lomlik jihatda, ro'y sog'lomlik jihatda ehtiyoji bo'lgan qarindoshlarga maxsus kasbiy Amerikada yetishgan kasbiy doktorlarniki haqsiz yordamiga erishish bu jihatda yaxshi xizmatlar ilib berilyotidi. Buning ta'sirida anandan keyin Yevropadami shu xeyli dunyoga dangliq bir psixika doktori shu Uyg'urlarniki Yevropadagi Uyg'urlarniki ro'y sog'lomlik kasalliklariga yordam berish uchun bir necha psixika doktorlari birlashib shu xizmatni Yevropaga kengaytirishga tirishayotdi endi. Hammamiz bilamiz, Yevropada qandaki, lekin Amerikada normaldagi sug'urtalar bilan psixika doktorga ko'rinish biroz tas, ham uning ustiga psixika doktorninki ish haqqi biroz qimmat. Shunday bo'lganlik uchun Amerikada nurg'un shu ro'y jihatda, ro'y psixika jihatda davolanishga ehtiyoji bo'lgan qarindoshlarniki qiyinchilik masalasi shu sababdan barbara hal bo'layotdi. Buningga Amerikada konkret shundan bahramon bo'layotgan yoki shu haqsiz davolashga erishgan qarindoshlar bu jihatda yaxshi bir shuningga yaxshi bir isbot yoki misol bo'la oladi deb qarayman. Shunga buni bir shu yangi fikrniki shu muajiratdagi Uyg'urlarniki amaliy turmushiga yoki amaliy hayotiga qanday manfaat ilib kelgan yoki ta'sir ko'rsatganligi to'g'risida men buni bir misol sifatida qo'shimcha qilishni to'g'ri ko'rdim. Ko'p rahmat. Buni o'xshash misollar ko'p. Bir iki noktani bir ta'kidlab qo'yay deb o'yladim. Marhamat. Ma fikir ishlab chiqarish masalasida bundaq ikki narsani deb qo'ymoqchi. Bu yoshlarni tarbiyalash kursida o'tirib qo'yilgan bir milliy mafkura deydigan bir tema bor. O milliy mafkura masalasini haqida cho'ng iznishlar ilib berib bir maqola yozgandim ben. Bu maqolaniki ta'siri cho'ng bo'ldi. Bütün shu yoshlar tarbiyalash kurslarida bu doklad berildi. Yaxshi inkaslar keldi bana. Bu fikir bu milliy mafkura masalasi cho'ng bir fikir aslında. Bunun texmi keng yayilishi lozim jamiyatda. Yani birisi 2 yil burun bir üst birlik deganda fikrini biz o'tirib qo'ygan. Bu üst birlik fikrini o'tirib qo'ygan 3 professorning biri menim. Shunga bu fikrini o'tirib qo'yish, yani fikir ishlab chiqarish oson emas, lekin bu shunday ishlar bo'lyapti. Texmi yaxshi, texmi qimmatli fikrlar o'tirib chiqishi mumkin. Buning uchun tirishchilik ko'rsatamiz albatta. Nima fikr ishlab chiqadinglar deydigan savolga shu ikki misol bilan javob bermoqchiman. Rahmat. Ko'p rahmat. Boshqa qo'shimcha qildigan? Har qaysi Uyg'ur akademiyalarining qilayotgan nurg'un ishlari bir fikrni markaz qildi. Fikir bo'lmasdan turib bir ishni vujudga chiqarish mumkin emas. Nurg'un parlamentlarda Uyg'urlarga foydali qonunlar o'tdi. Amerika parlamentosida, Yevropada. Ularning hammasi uchun turtki bo'layotgan Uyg'ur ziyolilar. Ularning hammasini bir fikir deb qarashga bo'ldi. Bundaq misollar ko'p. Agar mumkin bo'lsa, Yaponiyadagi mushu masala haqidagi bir qism qarashlarni men bir o'tirib qo'ygan bo'lsam, albatta. İcazet bergan bo'lsanglar, oldi bilan ustozlarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Yaponiyadagi Uyg'ur ziyolilari millatninki vakili sifatida o'zining axloqiy va ilmiy majburiyatlarini yaxshi ado qilib kelyotdi. Oldi bilan men Yaponiyadagi barliq ziyolilar vakolatan ustozlarimizga oliy ehtirom bildiraman. Ama bu Yaponiyadagi Uyg'urlar Xitoyga coğrafiya jihatdan eng yaqin, yani Xitoyning besimi eng zo'r bo'lgan bir davlat. Mushu Yaponiyadagi ziyolilar mushu
intayin ig'ir bo'lgan kriz ichida o'zininki siyosiy vazifasini va o'zininki ilmiy vazifasini burchlarini nihoyat yaxshi ado qilib kelyotidi. Fikr ishlab chiqarish masalasida Yaponiyada oddiy misol qilib o'tsam, amaliyotda Uyg'ur qonuni ma'qullatish yoki bo'lmasa Yaponiya parlamentida Uyg'urlarga munosabat bir qaror ma'qullatish amaliyotda qonun nuqtasidan qaragan vaqtda yoki Yaponiyaning siyosiy madaniyat nuqtasidan qaragan vaqtda mumkin emas deganga yaqin bir ishda. Ammo Yaponiyadagi Uyg'ur ziyolilari, Yaponiyadagi siyosiy aktivlar, faoliyatchilarimiz nihoyat zich moslashib Yaponiya parlamentida hozir Uyg'urlarga munosabat bir qonun loyihasi ma'qullanishidan keyin tayyorlik xizmatlari ishlanadi. Bu nihoyat inchike, nihoyat zil bir xizmat. Ya'ni mumkinsizlikni balki mumkinsizlikni bilib turib, buni mumkinlik aylantiradigan bir ishni Yaponiyalik Uyg'urlar qilyotdi. Bu jihatda men Yaponiyadagi har bir siyosiy aktivlardan shunaqla Yaponiya Uyg'ur jamiyatidagi bizning qarindoshlarimizdan va bizni boshlab mangan bizning g'ayratkenji qatorliq bizning sarxillarimizdan faxrlanganligimni bildiraman. Hamda Yaponiyadagi Uyg'ur ziyolilari ham ziyoli, ham siyosiy aktiv. Bular aslında o'zininki vazifasini qo'shqirliq ijro qilib kelyotdi. Bu jihatda Yaponiyadagi Uyg'urlar intayin ig'ir siyosiy besim, ruhiy besim va nurg'un besim ostida turib, ya'ni Uyg'urlarninki milliy maydonini, o'zininki siyosiy ko'z qarashini nihoyat jonliq bir shaklda mayli matbuot sohasi bo'lsin, mayli siyosiy soha bo'lsin, mayli ma'rif tadqiqot sohalari bo'lsin, turli organlarda yani Yaponiyadagi Uyg'urlar bunday bir jonliq bir shaklda ifodalab kelyotdi. Hamda bu Yaponiyadagi Uyg'ur akademiyasining masalasiga kelsak, bu yaqinda yani butun dunyodagi Uyg'ur akademiyasininki yo'nalishida, ya'ni qurilish zurriyati bilan o'tirib chiqqan bo'ldi. Jamoat meni bir rais bo'lib basgan deb taklif qilibdi. Men buni rad qilib bo'lolmay qabul qilgan bo'ldim. Balkim men buning salohiyatsiz, mendan muvofiq shaxslar bo'lish kerak albatta. Ammo biz Yaponiyalik Uyg'ur jamoati ya'ni o'zining ziyonli majburiyatini nihoyat yaxshi ado qilib kelyapti deb ishonaman. Gerçi qurilish xarakterlik, ya'ni Turkiyadagi o'xshash, Yevropa va Amerikaga o'xshash tarixi uncha uzun bo'lmasa-mu, gerçi bu yerdagi Uyg'urlar asosan o'zininki mush Yaponiyadagi nihoyat kuchli raqobatdan to'lgan mush jamiyatda o'zininki xizmat o'rnida Abi Burhan Efendi deb o'tgandek o'zininki idorasida o'zining xizmat hududini yetarli chiqqandan boshqa yana nihoyat ig'ir bo'lgan siyosiy va boshqa jihatlardagi ma'rif jihatdagi faoliyatlarni nihoyat jonli qilib kelyotdi. Bu yerda hamda vaqt e'tibori bilan bir misol keltirishni men biroz keyin qoldirayim. Men so'zimni shu tugataman. Sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Köp rahmet Muhtarcan Abdurrahman efendim. Yaponiya Uyghur Akademisi en yeni aramızga qo'shilgan bir akademiya. Albatta Yaponiyadagi Uyghur ziyolilarning tirishayotganligini bilimiz. Hem bilim jihatdan siz aytib o'tib ketgandek, hem siyosiy jihatdan nurg'un tirishchiliklarni ko'rsatyapsizlar. Köp rahmet. Şimdi Xitoy mustamlikasi qarshi kurashda xalqimizning ittifoqligini, birligini qo'lga keltirishda Uyg'ur akademiyasi va ziyolilarining rolini qanday kuchlantirish kerak degan bir savol bor. İttifaqlıq hozir nihoyat muhim temalarning birisi Uyg'urlar uchun aytganda. Shuni unutmasligimiz kerak. Bir millat agar rivoj topaman desa, ziyolisi bilan, dehini bilan, so'z qiladigan odami bilan har sohadagi san'atkori, shoiri, yozuvchisi, mushlarning hammasi birlashgan vaqtida onundan keyin bir ish vujudga chiqadi. Agar hammasi har tarafga tortadigan ish bo'lsa, bo'linganni bo'ri yeydi, o'tirda bir millat qolmaydi. Shuning uchun ham bu tema muhim deb qarayman. Bu Uyg'ur akademiyasininki Xitoy mustamlikasiga qarshi kurashda xalqimizning ittifoqligini, birligini qo'lga keltirishda qanday roli bo'ldi yoki qanday nimalarni qilish kerak? Marhamat.
Hamda baytadan çoğunlarımız, büyüklerimiz asas cəhətdən dedi. Hamda haqiqatan ham Uyğur Akademiyasındakı bəzilər dedim go, baytanlıqı digipimnin asası varçı. Mən mındaq telefon qarab qaldım, düşkən kassa qarab baxsammı, yana Uyğur ziyalidən razı bulmayatqan gap sözlərinin düşüyatqanlığını biliyatımız üçün. Şunlaşqalıqı milletning ziyalini askar o'rnida ishlatmanglar deganimning asoslıq nimasining sabablaridan bu shu demdi. Hamda siz degandek mag'firatida hamda Uyg'ur Akademiyasidagi masalanga yoshlarni yetishtirish bo'lsin, ona tilini saqlab qolish bo'lsin, yoki bo'lmasa mush milliy bayramlarni saqlab qolish bo'lsin, yoki bo'lmasa mush muhojiratdagi barliq qarindoshlarniki hamda nima deymiz hem Baytin Mehmet'in Abbas qarindoshimiz mi dedi. Demek ki diasporadaki yani çeteldeki Uygurlarniki saqlab qilishda yoki bo'lmasa ularning tili bo'lsin, dili bo'lsin, hamma narsa saqlab qilishda bek cho'ng rol bo'ldi deb qarayman. Hatto nurg'ulg'an kitoblarni, adabiyot kitoblarni tuzib chiqqan bo'ldik. Hatto dars kitoblarni degandek tuzib chiqqan bo'ldik. Bu jihatda hamda bu yilgi ziyolilarning ko'rinmas bir qismichu hamda bu har qancha qismi millatga bek ko'rinib ketmaydi. Chunki Baytinman degandek millat timini kutdi degan vaqtda xuddi biz birib oldingi hisobda millatni ozod qilib bergandek, vatanni ozod qilib bergandek mundaq kutdichu. Shunashqa hamda ziyolilardan bek jiq narsani kutib ketgan vaqtda xalqimiz umidsizdir deb qarayman. Lekin hamda shundoq bo'lsinmi, hamda menki qo'shimcha qilib qo'ydiganim, hamda akademiya jihatda bo'lsin, nurg'un utuq qozongan olimlarimiz bor, Rishad Abbasdek, Erkin Sidiqdek, hatto mana shu Mamtimin Abbas qarindoshlarimiz deymiz, Mehmet Emin akalarimiz deymiz. Hammamiz hamda o'zimiz masalanga hamda bu yerda hamma ishni hamma gap deb ketkil bo'lmaydi. Hammamizning besib o'tgan yo'llari agro to'qay, hech kimning yo'li tub-tuz emas ham hisobda. Hatto mush yo'llarga kelib, mush yo'llar qilishimizdimi, hamda oson to'xtamagan bir natijalar, utuqlar deb qarayman. Hamda yana nima ish qila olamiz degan masala ustiga vaqtda mag'firatida mening an shaxsiy ko'z qarashim demismi hamda chet elliklarning mavjudligi uchun xili tirish deb qarayman. Hamda bu hozirmi hamda to'g'ri alqi bevosita qilmagan bo'lsaqmi Mamtimin qarindoshimiz degandek masalanga bo'lsa, masalan dunyoga shu Uyg'ur qirg'inchiliginiki dunyoviylashishi yoki bo'lmasa dunyoga Uyg'ur qultiniki shu xalqaro saviyaga chiqishi jihatlarda bevosita rol o'ynamagan bo'lsaqmi vositlik holda rol o'ynadik deb qarayman. Ondan keyin hamda bundan keyin hamda keyingi temalarniki yoki bo'lmasa bundan keyingi tadqiqotlarniki yoki bo'lmasa bundan keyingi yig'inlarniki asosiy temasiniki qanday qilganda xalqimizni Xitoyning nimasidan qutqiza olamiz, qanday qilib ular bir osoyishlik ega qila olamiz, qanday qilgan vaqtda shu vatannikidan bir qutqiza olamiz, qanday qilib shulardagi zulmni qanday qilib shu bo'layotgan ig'riq qirg'inchilikni qila olamiz degan masalalarda jiqroq nima qilsak, jiqroq fikrlashsak, jiqroq fikr bersak, andiki mush to'g'risida jiqroq izlansak degan tavsiyada bo'lman mag'firatida. Rahmat. Ko'p rahmat Burhan. Deganlaringizga qo'shilaman menmi? Biz hammamiz shunchalik taqozo bo'lyapmiz. Darhol vatanimizdagi xalqimizni qutqazsak, vatanimizni qutqazsak degan arzu umidimiz hammamizda bor. Ama hamda kurash yo'limiz shundoq jafoliq va mushaqqatlik ham biroz osti bo'ldi ekan. Bizning hamma narsa bizning o'ylaganimizdek bo'lmaydi ekan. Hammamiz qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Hozir ham Uyg'ur masalasining dunyoda shundoq kun tartibga kelishi nurg'un davlatlarningki u yerda zulm bo'layotganligini, etnik qirg'inchilikning elib berilayotganligini qabul qilishi nihoyat cho'ng bir g'alaba deb qarayman. Albatta bu yetarli emas. Albatta tirishimiz, yana hammamiz siz deganga o'xshash bütün gücümüz bilen birinci vazifemiz albatta şu yerdeki zulüm astidagi xalqni qutqizish, bu zulmni to'xtatish. Bununla tirishimiz. Ko'p rahmat. Unda bo'lsa vaqtimiz biroz 1 soat 15 minutda bo'lib qoldi. Oxirgi bir ishki bor. Eskartib qo'yish deyishib bo'lgan, agar ruxsat bersangiz. Ma'qul. Ablamin.
Merhamet. Qısqalı bolsa. Oldu. Qarindoshlar, hamda so'zlasak, biz shu akademiya qurilgan vaqtida Uyg'ur akademiyasining to'r beti vatanda echilatdi. 2009dan ta 2012gacha vatandagi nurg'un ziyolilar, o'quvchilar, bizning xalq, bizning qatqa ishlarimizni ko'rgan, ilhomlangan. Biz ham har xil Uyg'urlarningki madaniyatiga, ma'rifiga munosabatlik yig'inlarni o'tkazgandik, Uyg'ur ziyolilar uchrashib o'tkazgandik. Shu sabab tufayli vatandagi ilmchi keyingi vaqtda Urumchi qirg'inchiligidan keyin bizningki turkimizda o'tirib chiqqan ahvolimiz bo'ldi. Bu bir turki bo'ldi. Undan sirt biz tunji shu chet elda ana til xalqaro ana til kunini tabriklash faoliyatini, undan keyin shu magistr doktor o'quvchilarningki doktorat berish faoliyatlarini yo'l qo'ydik. Buning vatandagi Uyg'urlarga ta'siri bo'ldi. Muacirat Uyg'urlarning bundan ba'zi örnekten algan işler oldu. Ondan keyin biz tariximizdagi shaxsiyatlarni xotirlash, o'zining qalbi bilan, ilmi bilan kurash qilgan Xitoyga qarshi imkon shaxslarni xotirlash faoliyatlarini yapdik. Yani bu faoliyatlardan hammasi nihoyatda haqiqatan pedagogliklar bo'ldi. Biz bir tarafdan 8 soat ishlashdan birga o'zimizningki akşam ve hafta oxirgi vaqtimizni ajratib qilyapmiz. Bir tiyin bedelsiz qilyapmiz bu ishlarni. Hayit bayram. Shunday. Undan keyin Xitoy 2017-yil 9-yanvar 1-kuni bizning ana tilimizni ma'rifdan chekildi. Biz 10-oyda, shu 2017-yil 10-oyda Amerikada, Filadelfiyada, Georgetown Universitetida buni kun tartibga keldik. Keyingi vaqtida masalan bu lager masalasi bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin, qo'limizdan kelishicha dokladlarni yozib, nurg'un ba'zi davlatlarningki elchixonalar, ba'zi shaxslar bilan maxfiy ko'rishib, ba'zi ishlarni qilyapmiz. Bu moyatida emas. Ya'ni bu hamma narsani bu pedagoglikning bir cheki bo'ldi, qarindoshlar. Biz butun 10 necha soatimizni shu da'voga bergan kasbiy da'vochilar emas. Biz bir tadqiqotchi va ziyolilar. Biz endi o'zimizning nurg'un vaqtimizdan voz kechib, nurg'un ishlarda o'zimizningki yanchiqimizni qilg'ajlab bu ishlarni qilyapmiz. Bayan Burhan qarindoshim degandek, ba'zi qarindoshlar nimani qilsak rozi olmaydigan, putoq topadigan ishlar bo'ldi ekan. Hamda biraz adil bo'lsa ekan deb o'ylayman. Bizni qo'llasanglar, bizning qilayotgan ishlarimizni yaxshi bo'lsa qo'llasanglar, bizga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam bersanglar, Uyg'ur akademiyasi texnik kuchlandi. Hozirgacha Uyg'ur akademiyasi muacirat Uyg'urlardan uchiq bir shaklda bir tiyin yordam so'rab nima chiqarmadik. Yan to'plashdan chiqarmadik. Hammamiz o'zimizningki pedagoglardan, yanchiqimizdan to'plagan pullar bilan, azaliy badal puli bilan, undan keyin marifat Uyg'urlarningki biz yordam qilgandan bo'tadi. Yani bu meselenin hammasi bir birikim deydi hamda. 10 necha yilni yaqin taraqqi qilib mushinchi qalga ekeldik. 100 necha ziyolini birga ekilish nihoyatda tez bir ish. Dehqonlarni bo'lgan bo'lsa, "Mega ma'ni qil" desa, yaqamay keldi. Ammo ziyolini deganiki fikr va odamni "Mega kelinglar mana qilaylik" desa, demish kelma. Ma'nim foydasi, millatning foydasi deb o'ylanadigan gap. Qaysi bir bizdan boshqa ziyolilar tashkilot qilgan bir 10-20 dan birga ekilib bir uzun mezgillik bir ish qilib bakkan tashkilotlar qanchalik bor. Buni bir o'ylab baqish kerak. Rahmat. Ko'p rahmat ukam. Sizning ko'nglingizni tushunib turibman. Lekin xalqimizning shunday fikr berish haqqi bor deb o'ylayman. Albatta bu nihoyat ochiq bo'lish kerak. Bu yerda ba'zi fikr talablarni o'tirib qo'yishi menimcha haqli. Ko'p rahmat aytman bu fikrlarni o'tirib qo'yganlarga. Endi vaqtni bir berib qoldi. Oxirgi bir necha tema xalqimizni uyg'otish beshimiz kelgan fojia, xalqimizning xatlarni to'nib yetishi va uyg'urlikni saqlab qolish uchun yana nimalarni qilish kerak? Uyg'ur akademiyasining mavjud bo'lib turishi uchun Uyg'ur xalqining qo'llab-quvvatlashini, qo'lga keltirishning ahamiyati va yo'llari nima? Bu ikkisini birlashtirib aytdim. Bir necha tema bor. Buning ichida qani marhamat, amsa Asqar afandimning fikri bor qildi. Ruxsat qilsangiz o'zimning fikrini o'tirib qo'ysam. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ekran oldidagi qarindoshlar, ko'rayotgan qarindoshlarning ro'z Ramazon oyi muborak bo'lsin. Endi bu masalaga kelsak, meni o'chog'anda bir millatning beshi xatar kelganda shu millatniki orasidagi o'qimishli kishilar xatarni to'lib yetish va olim xalqqa yo'l ko'rsatib berishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi deyman. Chunki ham xalq orasidagi bu o'qimishli o'qigan odamlar endi odatga odamlar qaraganda
meselelerni cho'nqur o'ylash, keng doirada tushunish iqtidoriga ega deyman. Chunki endi shu o'qish jarayonida topshiriq ishlaymiz, undan keyin maqolalarni yozamiz. Shu maqolalarni o'ylash jarayonida miyamizda bir xil ishlarni, masalalarni cho'nqur o'ylash bir iqtidoriga yetildira oldi endi ziyolilar. Shundoq bo'lgandan keyin bular shu millatimizga har qaysi jihatlarda yo'l ko'rsatamiz, fikr yopishlaymiz. Maşallah avangardlik rolini o'ynaydi deb o'ylayman. Masalan, endi bizning tariximizni qarasak, tarix so'zlaganda miloddan keyingi 800-yillarda ota bobolarimizdan chiqqan endi o'qimishli kishilar, momimiz olsun, bobolarimiz olsun, shunday o'qimishli kishilar o'zlarining ham uzun muddatlik yot dushmanlar bilan millatlar bilan kurash qilish tajribasiga asosan Urxun Yasay daralar bo'yida Mangu Toshlar obidasini tuzib chiqqan. Buningda endi qandoq yovlovdan qandoq nazar aylash, ular bilan kurash bilan qurol kurashi qilishdan sirt aql kurashi elib berish jarayonida bizga nurg'unlagan saboqlarni ketdi. Onundan sirt masalan 1920-yilda bizning vatanparvar shoirlarimiz Abduxoliq Uyg'ur qatorliq vatanparvar shoirlarimiz shu vaziyatni ko'z tutib O'ygan Uyg'ur degan o'tliq she'rlarni qoldirib ketdi. Endi lekin o'sha tarixiy davrda bizning millatimizda chiqqan o'sha o'qimishliq ziyolilar masalan keng o'tirib tahlil qiladigan ziyolilar oz bo'lganligi uchun ba'zi kurashlarimiz masalan birinchi jumhuriyatimiz olsun yoki ikkinchi jumhuriyatimiz olsun o'zining oxirgi ko'zlagan masalalarga yetolmadi. Bu jihatni aytganda bizning yanılar shu aql kirish jarayonida aql kirishining nihoyatda muhimligi ko'rinib turdi. Endi hozir ham millatimiz hayot mamotlik bir davrni boshdan kechiryotdi. Shu vajdadan ham Uyg'ur akademiyasi bo'lish sifatimiz bilan xalqimizning beshiga tushgan bu fojialarni to'g'ri tunib yetish jihatdan yiroq kelgusida o'ylashimiz kerak. Undan 1-2 yillik yoki 5 yillik plan emas, shu ota-bobolarimizning tajribalariga asosan 50 yillik, 100 yillik shu tajribalarni o'ylab, ashlarni plan qilishimiz kerak. Ashlar bo'lganda undan keyin masalan millatning beshiga tushgan shu fojialarni xalq ommasiga yoki bo'lmasa dunyo xalqiga, avom xalqiga to'g'ri asosda, ilmiy asosda yetishtirib boralaymiz deb o'ylaymiz. Endi bu ishlarni qilish jarayonida endi masalan Uyg'ur akademiyasi qurildi. Endi bu jihatda cho'qim faoliyatlarni olib borish uchun mablag' lozim bo'ldi. Endi bu jihatda har soha millatparvar ziyolilar, korxonchilar va Uyg'ur masalasiga ko'ngli bildigan dunyodagi har qaysi kishilarga iqtisodiy jihatda yordam berishni masalan muhtoj qilsak, ilmiy jihatda masalan ularning qo'l uchiga erisha olamiz deb o'ylayman. Mening qisqacha fikrim bu. Rahmat. Ko'p rahmat. Nihoyatda qisqa qilib, yig'incha qilib, meg'iza qilib ifodaladi. Bosh qo'shimcha qiladigan bormi? Qo'shimcha qilay, buningga hamda bir yuqorida shu Uyg'ur akademiyasi millatni birlikka keltirish yoki buningdan keyin xizmatlarda nimalarga diqqat qilish kerak yoki nimalarni qilish kerak degan savollar tushdi. Endi bu bizda hozir hamda shu ittifoqliq birlikninki bilan fikr farqininki munosabatini qanday hal qilish, ya'ni fikr o'xshamagan vaqtida ittifoqlik buzilgan bo'lamdi yoki ittifoqlik uchun fikrda mutlaq birlik kelish kerakmi, o'xshamagan fikrlarga qanday muomala qilish kerak degan vaqtida bizda ham tushunchada ham amaliy shuni amallashtirishda ziddiyatlik ahvolga duch kelyapmiz. Hamda o'xshamagan bir odam bir fikrni qo'ysa, uningga farqli fikr qilganlarga bizningki qarshimizmi to'g'ri emas. Hamda xuddi o'xshamagan fikrni qo'yishni o'zimizga qarshi chiqayotgandagidek tushunib qoldigan ahvol bor. Bu yerda birlikninki nimasi bilan fikr farqida nima yo'qchu bu yerda, ixtilof yo'q. Chunki bizda fikrdagi farq orqali bizningki dunyo qarashimiz kengaydi. Anandan keyin asli tunib yetmagan yoki o'ylab boqmagan taraflarni shu o'xshamagan fikrdan anandan keyin biz uni o'ylash fursatiga erisha olamiz. Shunlashqa bu yerda ittifoqlikni alayda kuchab tashabbus qilgan vaqtda biz fikr
farqini inkor qilmasligimiz kerak. Hozirgi hamda mayli o'xshamagan kasb orasidagi ziyolilar orasida bo'lsin yoki ziyolilar bilan fuqarolar orasida yoki fanniy ziyoli bilan diniy zotlar orasidagi eng cho'ng ayrimchilikniki sababi shu fikr jihatdagi farqqa hurmat qilmaslik. Andan keyin o'xshamagan fikr tushgan vaqtida uni meni qarshi chiqyotidi yoki menga inkor qilyotidi deb bir xil dushmanlik pozitsiyasi bilan tutish bizningki birligimizga eng cho'ng to'salg'i bo'layotgan bir masala deb qarayman. Bu masalani qandoq hal qilish kerak degan vaqtida oldi bilan shu birlikda ish qiladigan yoki bir niyat bir maqsad uchun kurash qiladigan insonlarningmi fikr jihati farqli bo'ladiganligini qabul qilish, buni bir normal bir hodisa deb qabul qilish bu bizningki tushunchamizdagi yetarsiz bo'layotgan masala. Alloh nima uchun insonlarni farqli qilib yaratdi? Hatto bir ona, bir dodidan tug'ilgan masalan 5-6 qarindoshlarni farqli qilib yaratdi degan vaqtida inson shu Alloh insonlarni o'zaro to'liqlash, ya'ni birninki o'ylamagan yerini birisi o'ylash, birning kam yerini, birning ortiqchiligini yana birisi to'liqlash maqsadda bizni farqli qilib yaratgan deyman. Shunlashqa farqli kallada, farqli insonda farqli ko'z qarashning bo'lishi normal. Mesele bizning uni qandoq qabul qilishimiz, qandoq hazm qilishimiz, shu o'xshamagan farqlardan o'zimizning kam yerini to'liqlash uchun qandoq manfaatlanish. Bu muhim. Shunlashqa biz shu o'xshamagan kasblar bo'lsin yoki ziyolilar bilan fuqarolar yoki fanniy ziyolilar ilmiy diniy zotlar orasida fikr almashtirishni kuchaytirish, ya'ni o'xshamagan fikrlarga hurmat qilish orqali bir o'rtaq nuqta tepish. Bu meningcha shu akademiyaniki buningdan keyin qilishda muhim bo'lgan bir xizmat deb qarayman. Agar akademiya shu o'xshamagan qarashdagi yoki o'xshamagan kasbdagi insonlarni shu bir yerga akilib keng ko'lamlik bir xil haqiqiy ma'nodagi diktator davlatlardagi bir boshliq chiqib nima desa hammasi ma'qul deb qo'l ko'taradigan emas, balki bir erkin demokratik tuzum ostidagi haqiqiy birlik, ya'ni o'xshamagan fikrlarga hurmat qiladigan, anandan keyin eng oxirgi nishon uchun hamma tashkilot yoki o'xshamagan insonlar o'xshamagan yo'lnish yoki o'xshamagan yo'llardan kurash qilish orqali o'xshash bir nishonga yetkili bo'ladiganligini biz bir normal bir hodisa deb qabul qilgan vaqtimizda anandan keyin biz qarshi tarafninki tanlagan yo'liga, tanlagan usullarga hurmat qilishimiz mumkin. Shundoq bo'lgan vaqtida biz o'xshamagan kishilar o'xshamagan yo'lnish, o'xshamagan yo'llardan eng oxirgi bir maqsadga yetish uchun kurash qilsak, bu vaqtida anandan keyin bizningki o'zimizningki kamchilik yerlarimizni boshqalar orqali to'liqlaydigan yoki bo'lmasa xizmat taqsimotida bir xil hamkorlik yarata oladigan bir muhitni shakllantira olishimiz mumkin. Mening so'zim shu, men shuni bir qo'shimcha qilib qo'yay dedim. Ko'p rahmat. Muhim bir nuqta. Zid qutblardan energiya hosil bo'ldi deymi? Albatta bu mushtaq fikrlar ilgari surdi, jamiyatni ilgari surdi, o'xshamagan fikrlar, to'g'ri deysiz. Endi bir xil odamni yetishtiradigan ish faqat kommunist sistemda yoki diktatorlarda bo'lishi mumkin. Ammo farqli fikrlarning bo'lgani yaxshi. Endi xalqimiz bizdan nurg'un narsani talab qildi. Biz xalqimizning talabini o'rindash uchun tirishyapmiz. Bizning endi Uyg'ur akademiyasining endi xalqimizning ba'zi talablari bormi? Oxirgi temalarni shunga birlashtirib, yana qo'shimcha qiladiganlar bo'lsa, marhamat. Ben ikki so'z qilsam,
Endi mushun aytdi, Mehmet Emin kam aytdi, yaxshi sizlab berdi bu fikr o'xshamasligi bilan, o'xshamasligining qanchalik muhimligi, lekin buni ittifoqlikqa ta'sir yetkazmasligi aytdi muhim. Haqiqatan o'xshamagan fikrlardagilar bir yerga kelib, ma'lum ishlarni qila olsa, uni aytdimi yaxshi bo'ladi. Demak, mushu 160 nechadan ortiq ziyoliyniki, masalan, mushu bir nimaga akademiyaning ostida yig'ilib, bir mushu xalqimiz uchun muhim bo'lgan ishlarni qilishni planlashi ham qilayotganligi hamda albatta mushu 160 necha ortiq odamniki hammamizning o'xshamagan ko'z qarashlari bor, fikrlari bor, hatto siyosiy jihatlarda bo'lsinmi, millatning kelgusidagi mengishga tegishli yo'nalishlarda qaysi yo'llarda mengish to'g'risida o'xshamagan fikr ko'z qarashlari bor. Lekin biz ma'lum bir muhim ishlarga kelgan vaqtda yana u o'xshamagan ko'z qarashlarni bir yoqqa qo'yib qo'yib turib, hamda birlikda ish qilish maqsadida hamda mushu yerda bir yerga to'plashib turibmiz. Demak, hamda biz mushu bir akademiya bo'lish sifatimiz bilan hamda millatga mushu ittifoqlikning bir ulgusi bo'la olsak, menimcha nihoyatda muhim. Hamda biz xalq ham bizdan ulgu ola olsa, demak u bizning bir kichkina bir muvaffaqiyatimiz deb o'ylayman. Demak, undan boshqa agar millatning orasida ziddiyatlar shakllangan vaqtda biz yana ilmiy shaklda tushuntirish, ilmiy shaklda doktorlarni tayyorlash, materiallarni tayyorlash usullari orqali shu ziddiyatlarni, ittifoqsizliklarni chiroyli shaklda hal qilishga tirishsak, balki xalqimiz bizdan yana mamnun bo'lishi mumkin, rozi bo'lishi mumkin. Endi bu akademiya 10 necha yildan yog'i nurg'un faoliyatlarni qildi dedik, lekin albatta xalqimiz pek rozi bo'lib ketmagan bo'lishi mumkin. Biz o'zimizmi pek rozi emas haqiqatan. Abiyam qarindoshlarimiz deb o'tdi, chunki bir yoqdan xizmat, oila, turmush hamma narsa, undan keyin xizmatdan sirtqi vaqtlarda qilingan ishlar, uning ustiga biz dunyoning har qaysi yerlarga tarqalib ketgan, chechilib ketgan bo'lg'achqa, nurg'un cheklimliklarga uchraymiz. Demak, bununla keyingi bu ishimiz planlarimizni hamda naytdi ko'p planlarimiz bor bo'lsa, turlarni davlat organlaridan iqtisodlarni hal qilish projektlarini ularga yo'llash orqali ishlarimizni texnik rivojlantirishni umid qilamiz. Lekin buning uchun biz cho'qim bir kasblashishimiz ehtiyojimiz bor. Ya'ni buni maxsus ishxona bo'lishi yoki u ishxonada xizmat qilayotgan, ya'ni mushu ishlarni yurishtiradigan xodimlarimiz bo'lishi kerak. Bunday bo'lganda bizning ishlarimiz texnik yurishadi. Buning uchun albatta oxirgi bo'lganda yana iqtisod masalasi taqishadi. Inshaalloh hamda bu iqtisod masalasini biz qanday qilib hal qilishni hammamiz chorasini ko'ramiz, bosh qo'shib. Albatta xalqimiz bu jihatdan bizga yar yo'lakda bo'lsa, hamdamda bo'lsa, albatta texmo mamnun bo'lamiz. Meshinchilik qo'shimcha qilay. Rahmat. Albatta xalqimiz yordamda bo'ldi, hamdamda bo'ldi deb o'ylayman. Undaq bo'lsa, oxirgi so'zlaringlarni olsam, birer minutdan. Tarat kamdan başlayır. Avazınız. Hem de hazır xizmatga ehtiyoj chiqib uchun bizning qilgan ishlar ko'pincha vaqtda umumimizga ehtiyojni qarshilamagan bo'lishi mumkin. Mamlakatdagi vaziyat ig'ir bo'lgandan keyin xalqimizniki kutadigan umidi cho'ng. Belki de umidga loyiq bir seviye kelinmagan bo'lishi mumkin. Buning har xil sabablar bor. Bu yerda niyat yaxshi, mumkin qadar jiqroq ish qilsak ekan deb o'ylaymiz, ammo biraz önce bizning oldimizda inimmi deb o'tgandek, bu yerda hamda Uyg'ur akademiyasidagi butun xizmatkorlar fedakor xizmatkorlar. Buning har qanday bir kutgan bir narsamiz yo'q. Moddiy bir narsa kutgan, sadece biz beryapmiz, yani biz qo'limizdan kelganini, ba'zan jismoniy emgak, ba'zan aqliy emgak, ba'zan vaqt, hammadan uyda o'tirib bola chaqalar o'tirib biz xizmat qilmasak bu ish chiqmaydi. Balki sizdan bu ko'ringan vaqtida
bular aslında yoğun başlık olup çöğüler bir çıkılmayı da oylagan bolışı mümkün. Ama bu görüngendek emas. Hakikaten biz bugünküçe Uygur Akademisi tahi bir qancha kishi yani ki hayırsever, hayır sahavetini yaxshi ko'radigan ish odamlarining sirtida bir qo'l chiqarib bizni mapalarni ishni qilmoqchi bizga pullarni tapaqimiz yo'q. Bu bo'layotgan ishlarning hammasi ba'zan lozim bo'lganda bolchaqalarning rizqini qisib turib qilayotgan ishlar. Shunga buni hamda ahamiyatini bilish belki de ish qilmagan odamlar bilamaydi buni. Albatta bizim hamda qilgan ishimizdan biz ham qilib bo'ldikmi deyilgan emas. Yani davomliq ehtiyoj qanday ehtiyoj bo'lsa shunga moslashib bir narsa qilishga tirishyapmiz. Albatta hozirgi masala ehtiyoj bek cho'ng. Qancha emgak qilsakmi ehtiyojni to'liq qarshilashda qiyinchilik bor. Biz yana nima bo'lsin bu yerdagi biz endi yo'lga chiqdik bir ish qilamiz deb. Ba'zi qiyinchiliklarni yengamiz. Ba'zi bizga bo'lgan mamnuniyatsizliklarni to'g'ri tushunamiz. Tanqidlarni ijobiy jihatdan qabul qilamiz. Ammo hamda tanqid bilan haqoratni aralashtirib qo'ygan vaqtida u birozlik ko'nglimni ranjida qilgan ish bo'ldi. Albatta. Birdan bir ham hozir kutgan narsamiz tanqid qilman deb haqorat qilmasin. Yani o ishkisini arisin. Ondan keyin biz yana qo'limizdagi yana qilishga davom qilamiz. Men demoqchi bo'lganim mush. Ko'p rahmat. Alimjamolim, men oxirgi so'zimni bunda oxirlashtiray. Uyg'ur akademiyasi shu dunyodagi Uyg'ur akademiklari ve Uyg'ur ilmiy xodimlari jam bo'lgan bir yer. Şuna ben bütün Şarkı Türkistanlık qarindoshlarımdan bu Uyg'ur akademiyasini qo'llashini umid qilaman, talab qilaman. Bu Uyg'ur davosindagi kelgusi uchun ham Uyg'ur jamiyatiniki bundan keyingi taraqqiyot uchun intayin muhim. Men Uyg'ur jamiyatida burunqidek shu Musabay kardeşlerge o'xshash, qarindoshlarga o'xshash nəhayət sahavetçi, milletsever, vatanperver baylarımızdaki boğanlığı, hilmi boğanlığı işini men inşallah bu milletimizdeki yardımı, maddi ve manevi yardım bilen Uyghur Akademisi planlagan nurgun işlarını galbilik elip barılı dep oylayman ve bunun işini men köp rahmet. Köp rahmet. Memtimi Abbas efendi. Abim men dep etgandek demek işlerimizin texmi muvaffaqiyatli bo'lish uchun, texmi yaxshi elib berish, xalqimizga texmi razı qilishimiz uchun akademiyaning xizmatlari cho'qim kasblish ehtiyoji bor. Demek hozir biz hal qilg'ish bir mezgilda turibmiz. Shunga biz barliq ziyolilarni qarindoshlarimizni xizmatlarimizni yaqindan moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab turishini umid qilaman. Ko'p rahmat. Mehmet Emin efendim. Biz hammaylar bilgandagidek maktabga kirib tunji o'rgangan narsamiz ilib va hamda bu ilib va degan narsa olgan vaqtingda berishni unutilma degan gap bo'ladi. Undan boshqa anandan keyin bu mas'uliyat bilan majburiyat har zaman birga keladigan gap. Hamda biz boshqalarningki mas'uliyatini so'ragan vaqtida o'zimizning majburiyatini unutmasligimiz kerak. Hamda masalan biz bir uyimizni remont qiladigan yoki uy yasaydigan yoki har qanday bir ishga biz qanchalik ko'p pul to'lasak uningdan kutgan talabimizmi shuningga tushliq yuqori bo'ladi hamda. Bu yerda hozir hamda xalqimiz bizdan bir mas'uliyat, ya'ni millatga bo'lgan mas'uliyatni kutgan vaqtida xalqimiz
shuningga tushliq majburiyatini ado qilishga to'g'ri keldi. Agar majburiyatini ado qilmay boshqalarninki mas'uliyatini lakin surishti qilgan vaqtida bumu bir xil adolatsizlik degan bo'ladi. Hemen dastlab o'tgandagidek bu ilib-bani biz naytı yaxshi o'rganishimiz, ya'ni uning ma'nisiga cho'nqur yetishimiz kerak. Shunlashqa mening oxirida deydiganim yolg'iz boshqalardan ilishnila emas, balki berishnimi, bergan vaqtida ilishni har ikkisini tangponglashtirishimiz bizningki taraqqiyotimiz uchun naytı muhim. Ko'p rahmat. Muxtarjon Abdulla efendim. Aldı bilen sizler bilen muşundaq bir şekilde uçurashqanligimdan nahayatı faxrlandim. Bu birinci sözüm. İkincisi hem de ben nahayatı uzun mezgil belki 15 yıl etrafında garip felsefesi kadar şugullandım Japon'da. Bulupmuş Germaniyanın İmanla Kant, deyimiz Heidegger'den muşu feylasuflarının tesiri bana belki çok qurb oldu. Sözümden ki cevherini desem, eğer bir insan, yani İmanla Kant'ın Ahlak Metafizik degan namlı kitabındaki söz, eğer bir insan özününki ahlaki ve kanuni mecburiyetini ada qilmasa deydi. Yani insanın mecburiyeti iki xil gayrı ekan da bu kishi. Yani bizde hem ahlaki mecburiyet var, hem ikincisi kanuni mecburiyet hem var. Ahlaki cihetin birisi ahlaksızlık siz onun işim diyemezsiniz ama kanuni mecburiyetini ada qilmasa o cinayet olduğun gibi. Yani bizimki nöbetdeki krizislik halatimizni şu İmanla Kant'ninki felsefesinden diagnoz koysak, biz belki özümüzden ahlaki mecburiyetlerimizni ve bizimki kanuni mecburiyetlerimizni ada qilmagan bo'lishimiz kerak. Yani Uygurlar ya bir bütün ziyalilar ya kimisi adli avam özünün ahlaki mecburiyetlerini çoğunkur ma'noda tunish kerak ve icra qilish kerak. Memtun ustozimiz aytgandek bu ço'qim ilingan bo'lgandan keyin bu ço'qim berish kerak. Bu ikkisining tangpongligi bo'lmay turib bizningki kelgusidagi davlatimizningki qurulishini so'zlash bo'lmaydi. Bu oldi bilan bu sizlar aytgandek shu oqartish masalasi. Oqartish avval o'zimizdan boshlandi. Bizning ruhimizdan boshlandi. Oilamizdan boshlandi. Bizning qimmat qarashlarimizni uzluksiz isloh qilish, o'zgartish, balkim uzilkisiz yangilash, balkim bizning navbatda qilish tegishli eng muhim ishimiz. Akademiya bu jihatdan cho'ng xizmatlar qilib keldi. Bundan keyin ham mushu xizmatni davomli cho'nqurlashtirib texnik kanaliki qilsak deb o'ylayman. Bo'lib men his qilgan taraf bu harakatninki, ya'ni Uyg'ur harakatininki yoki Uyg'ur akademiyasininki yoki aqart harakatining asosiy qismininki falsafiy harakat ekanligi yoki bir metafiziklik harakat ekanligi meni doim ogohlantirib turdi. Bu anlamakqa nihoyatda bir murakkab gapdek bilindi, ammo biz buni cho'qim bilishimiz ve hareketimizde tatbiq qilishimiz kerak. Bu her bir shaxs, her bir Uyg'urninki cho'qim qilmas bo'lmaydigan nihoyatda muhim bir burchi deb qarayman. So'zim tamam. Ko'p rahmat Muxtarjon efendim. Hazır bir savol chiqdi şu aqartish temanglar aqartish haqida gap qilmadinglar debchi. Buni ham nihoyat yaxshi javob bergan bo'ldingiz. Bütün akademiyaning faoliyati asli bir aqartish faoliyati. Shundaqki bu shug'ullanib kelayotgan xalqimizni uyg'otish, medeniyetimizning mevcutluğunu saqlab qolishga tirishish, siyosiy jihatdan Uyg'urlarninki haq huquqini qo'lga keltirish uchun tirishchanlik ko'rsatish, shularning hammasini biz aqartish deb alamiz. Sizmi shuni izohladingiz. Ko'p rahmat Muxtarjon efendim. Rahmat. Asqar Himit efendim. Axir ben de yurak so'zingizni anglayman. Qısqacha endi yurak so'zim bo'lsa, konularda bir gap bor, kuch birlikda, ish o'mlikda deb. Endi bizning sepimizga nurg'ulg'an ziyolilarimiz deb qo'shilmadi. Bizni taniydigan nurg'un ziyolilar bor. Endi bizning Uyg'ur akademiyamiz shu oqsat ishlayotgan nurg'ulg'an ziyolilarga, diasporadagi mushlarning ideyasiga ham moddiy yordamiga kerak. Endi qisqacha aytganda yaqinchida endi masalan Uyg'ur tili yurishlik kitobini tuzash oldida shuni e'lon qilish, nashrga tuzash oldida biz moddiy shu yordamga kerak. Bizga ham shu diasporadagi ziyolilar endi avangard rolni joriy qoldirib bizga endi bir ishongan asosda sizlar bir kuch chiqarib bersanglar, shu kitoblarning tuzilishiga bir tezroq bir kuch versak, mening qalbga sezim shu do'stlar. Rahmat. Ko'p rahmat. Ablimit Qaraxon.
Meningki qisqalam bir qancha turlik teklifim bor. Uyg'ur akademiyasi qurilgan vaqtidan hozirgacha yolg'iz Turkiyadagi Uyg'ur akademiyasi emas, balki butun akademiyalar sirtqa biz nihoyatda ochiq bo'ldik. Butun ziyolilar bizga a'zo bo'lgan, qatilsgan, sepimizga kuch qo'shgan deb a'zoligimizni ochiq tutdik. Boshqa tashkilotlardek bundoq yepib tutmadik. Yani o'zimizning turmush qurish do'stlarimizni yoki bo'lmasa yaqinlarimizga ish emas. Bizni izlagan, bizga a'zo bo'lishni xohlagan butun ziyolilarga ochiq bo'lib keldik. Buni tushunishni umid qilaman. Endi shu bayon ba'zi takliflar o'tirib qo'yildi, u nima ish yo'q, bu ism nima ish akademiyaning ishi yo'q deb. Biz hozirgacha nurg'un ziyolilarni yig'inlarimizni taklif qildik, a'zolarimizni taklif qildik. Ba'zilar yig'inga qatnashdi, a'zo bo'ldi, ba'zilar a'zo bo'lmadi. Bu tamoman erkin kishininki o'zininki erkinligiga bog'liq, ish qilish prinsipiga bog'liq. İkinci birisi akademiyada bir sistem var, bir saylam var. Demokratik bir saylamni biz baştan ahire aşını çın tutup geldik, amal qilib geldik. Bu nurg'un tashkilotlarda tehi amalga geçip bo'lgan bir narsa emas. Yani Uyg'ur akademiyasi bir ziyolilarniki tashkilot bo'lish bilan saylamga oid ahamiyat berdik. Bundan keyin shu saylamlarimizdanki demokratik ve adil bo'lishiga kafolat qilamiz. Buni ko'pchilikdan bilib qo'yishini umid qilaman. İkincisi uyg'unish va aqartish harakatiga vaqtida biz ana tilni qo'g'dash bo'lsin, undan keyin Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash bo'lsin, tarixdagi o'zining qalbi bilan va o'zininki ilmi bilan jang qilgan bizningki tarixdagi mutafakkirlarimizni xotirlash bo'lsin, hozirgi Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi turishda bo'lsin, biz xalqimizni bir to'g'ri ma'lumotga ega qilishga tirishib keldik va ziyolilarni birlashib, Xitoyga qarshi birlikda kurash qilaylik, chechilmayli. Yalğız atdan çığın çıkmaz, çığın çıksın, dini çıkmaz degan gap bor. Hamma Uyg'ur o'z oldiga ish qilishni xohlaydi ekan, dan chiqib etishni. Ammo bir kishininki, kuchininki qanchalik darajada ojiz bo'lganligini bilamiz. Shu akademiyaga kirib, vazifalarni elib, biz bak yerib qoldik ish qilibchi. Nurg'un ishlar kuchab, vaqtdan bak yerib qoldik. Sizlar yoshlar, boshqa ziyolilar kirib qulonlik elinglar. Biz boshlashatildik, yo'lni to'sib qo'ygan tashkilot emas. Hakikaten kabiliyetlerinle bulsa, işleşini xalısanglar millet için ziyolilar birleşip akademiyanın işki bütün qarindoshlarımızga o'qigan ziyolilarga ochiq. Rahmat. Albatta akademiyanın işigi bütün Uyg'ur xalqiga ochiq. Burhan rahmat ada. Ham deydigan gaplarning hammasini cho'nglar buyuklar biroq deb bo'ldi. Gapning xulosasini bo'ldi degan vaqtda Çavak bir qo'ldan chiqmaydi degan yerga berib qoldi. Shunashqa bizmi xalqimizniki qo'llashiga, xalqimizniki misolanganda xalqimiz rasiyat qilgan vaqtda shu akademik ishlarga ancha yordam qilishni xohlab ketmaydi yoki bo'lmasa akademik ishlarga ancha mablag' solishni xohlab ketmaydi deb shundoq shu 10-15 yil chet el hayotimizda shuni bir tonib yetyapmiz. Demek elimde bu akademik işlerimi, yani vatanning xizmatini qilmiz deydiganmiz, vatan uchun xizmat qilmiz deydiganmiz, xalqimizning ma'naviy jihatdan qo'llashiga, shundaqla moddiy jihatdan qo'llanishiga nimaga ehtiyojimiz tuyuldi ekan. Shunashqa hamda ziyolilarmi o'zining qo'ldan kelganicha o'ziniki barliq kuchi bilan tirishibdi deb qarayman. Shundaqla xalqimizningmi to'g'ri tushunishi, xalqimizningmi putimizga put, qo'limizga qo'l bo'lishi. Men shu yerda bir gapni eskartgim kelyapti. Shu bizning men ishlayotgan Sabahattin Zoimniki sobiq maktab mudiri, ya'ni burunqisi hisobda shundoq bir gapni qilib ekan. Ya'ni millatni kim qutqizdi degan vaqtda endi u odamning degan xatolik gapimkin desam to'g'rida ekan hisobda. Bak jiq o'qib ketmagan bir millat o'zining xalqini qutqizdi deb ashno degandan keyin bu odamni shu maktab mudirligini elib tashlabdi ekan. Demak endi millatni qutqizish to'g'ri ziyolilarning vazifasi. Shundoqla xalqimizning shu oldingi safda nimdaymiz hamda xizmat qilgan barliq xalqimizga o'rtaq vazifasi deb qarayman. Shunashqa shu vatanimizni
Muhtar akımız dep etti. Şu vatanimizni kolumuzga elish yolida bir-birimizning qo'liga qo'l, putiga put, tirishib kurash qilsak, Alloh xolisa bir natija chiqadi deb qarayman. Rahmat edi. Albatta, albatta. Bütün millet tirishmay turib, bo'libmi bizga o'xshash sharoitda qolgan bir millat uchun bütün millatning har bir a'zosi tirishish kerak. Hammanglarga rahmat aytaman. Qadrli ko'rurmanlar, yuqorida biz Xitoyning mustamlikasiga qarshi muhojiratga Uyg'urlarga qarata aqatishni elib berayotgan Uyg'ur akademiyasininki qurilish maqsadida elib borgan faoliyatlari, Uyg'ur akademiyasining muhojiratga Uyg'ur o'quvchi va ziyolilarga bo'lgan ta'siri, Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurashida Uyg'ur akademiyasining va muhojiratdagi Uyg'ur ziyolilarning roli qatorliq temalarda suhbat etib bordik. Beligi kuchlik birini, bilimi kuchlik mingni yengidu deydigan hikmatli so'zimiz bor. Hozir endi sonimiz az, dushmanimiz nihoyat kuchlik. Bu hammamizga aniq. Shunga bilimimizni texmi kuchlik qilishimiz kerak. Mingni emas, hozirgi sharoitda 2000 ni yengalaydigan bilimga ega bo'lishimiz kerak. Bu bütün xalqimiz bilan birga albatta ziyolilarimizning tirishchanligi orqali amalga oshadi. Bu jihatdan ziyolilarimiz va akademiyalarga har xil akademiyalar, har qaysi akademiya sho'balari, har xil tashkilotlarimizning ma'rif faoliyatlariga tayinishga to'g'ri keldi. Endi bu orzularimizni amalga oshirish uchun. Biz endi Uyg'ur akademiyasini qo'llab-quvvatlashinglarni so'raymiz. Bugun shuni his qildimki, Uyg'ur akademiyasi bilan endi shundaq suhbatlarni Uyg'ur ziyolilar bilan har qaysi Uyg'ur akademiyasi sho'balari bilan davomli qilishimiz kerak. Xalqimizga ba'zi narsalarni tushuntirishimiz kerak. Ba'zi o'qishmasliklar bo'lgandek turdi. Bugungi programmamizni shu yerda oxirlashtiramiz. Qimmatli fikrlar bilan bugungi suhbatimizni to'xtatib qo'shgan siz ko'rurmanlarga ko'p rahmat aytaman. Kelar qaytib programda ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.